Barcha ko'rmanlar sizlar chiqdinglar. Biz eng yaxshi ko'radigan san'atkorlarimiz, cho'lponlarimiz ekranda namoyon bo'ldi degan chiroyli inkaslarni qoldirib qo'ysanglar, biz eng yaxshi holatimiz bilan sizlar uchun xizmat qilamiz. Alkuy bevosita tarqitish supasidagi barcha ko'rmanlar, sevimli otalar, onalar, akalar, hadilar, do'stlar, qarindoshlar, sirdoshlar, mungdoshlar, singillar, ufqlar. Hammanglarga Gulshan Mamat Tursundan o'tliq salom. Yana bugun mushu Alkuy bevosita tarqitish supasininki faoliyat orqali yana bugun bir hammamizni hayron qoldiradigan shundaqla cho'qim hammalarning qizg'in olqishiga erishadigan bir filmning bevosita tarqitish faoliyati orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xushalman. Uzun yilning yaqin shu riyosatchilik xizmati bilan sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan o'zimni intayin baxtli his qilaman. Hamda biz har xil faoliyatlarga riyosatchilik qilamiz, programmalarga riyosatchilik qilamiz. Jiddiylashishni yo'qolib ketdimikin desam yo'qolmabdi. Qandaq deganda mushu biz bek cho'ng bildigan, hurmatlaydigan, faxrlanadigan cho'lponlar otasi titrash paydo bo'ldiki. Endi bu uzun yil riyosatchilik qilgankin jiddiylashganimizda sal yushira oladigan bo'lib qoldi ekanmiz. Bag'an sir hiyligarlashib ketdikmi deyman. Burun vaqtlar bo'lgan bo'lsa titrab ketatdim-ku deyman. Lekin mushu jiddiylashishni men to'g'ri normal deb o'yladim. Chunki bu mushu san'atkorlarimizga nisbatan, ustozlarimizga nisbatan bir yuksak darajadagi hurmatgan deb o'yladim. Agar shu hurmat bo'lmasa, balkim men qanday riyosatchilik qilsam bo'laverdi deb o'ylab qilishim mumkin. Shuning uchun yanala mushu qalbidan o'rin olgan bizning ustozlarimizga, san'atkorlarimizga minnatdorligimni bildiraman. Chunki sizlar shunchalik buyuk o'rinda bo'lganliginglar uchun meni jiddiylashtirib oldinglar. Rahmat sizlarga, rahmat. Ya'ni bugun biz nima uchun bir jam bo'ldik deganda ekran oldiga ko'rmanlar. Xili kuch sarf qilgan, ya'ni mushu bizning sahnamizga kelgan ham kelmagan nurg'unlagan san'atkorlarimizning tirishchanligida, shu san'atkorlarimizning ajri, aqidasi, amgaki singan Ota Orzusi nomli to'r teatrini qo'yish oldi turmoqdamiz. Mushu 3-ayning 15-kuni qo'ymoqchi ya. Biz 3-ayning 15-kuni, ya'ni hozir 3-ayning 14-kuni Urumchi vaqti, yerlik vaqt qancha bo'ldi? 6dan 32 o'tdi. Atilikka sizlar bilan yuz ko'rishdi. Yuz ko'rishning oldida biz cho'qim sizlarni texnik taqozo qilishimiz kerak. Bu filmda qanday mazmunlar bor? Sizlarni qiziqtiradigan taraflar qaysi? Bu filmni ko'rgandan keyin jamiyatda qanday bir ta'sir qo'zg'aydi? Bu filmning keyindagi ijtimoiy ahamiyati nada degandek. Jiddiylashmasam qanchalik so'zlaydim? O'zim so'zliga yash o'ylab ketib borman, jiddiylashgan bo'lsam deb. Shu ekran oldiga ko'rmanlarimiz taqozo bo'layotgan bo'lish mumkin. Bugun hamda o'zgartish kirgizay deb o'yladim. Davomli bizning mehmonlarimizni men tunishtiratdim. Bugun mehmonlar o'zi tunishtirish oldida undan so'ng ekran oldiga ko'rmanlar chavqinlanib beribdilar. Qani! Xo'sh. Aka. Boshlamdi. Yaxshimisizlar ko'pchilik? Mushu ekran oldida, mushu hozirgi bevosita taqitishni ko'rib turayotgan barliq qarindoshlar, sizlarga salomlarimizni yo'llaymiz. Men Şinjan san'at yurti opera umigining artisti Abdulla Abdurayim. Qanday ahvolinglar? Yaxshi aka, o'zingiz yaxshi turibsiz. Men mushu Ota Orzusi to'r filmida, to'r teatrda, Otini orzusi. Aba o'git bo'lganman bunda Abdulla aka o'git qo'ygan o'zi to'r teatri deysizlar. To'r teatri ya, to'r teatri. Burun televiziya teatri deydik emasmi? Televiziyaning o'rniga to'rni qo'yilgan bo'lgandan keyin to'rni qo'shsaqlar to'r teatri bo'ldi. Men shu otining obrazini yaratquchisi, ya'ni Olimjon degan odamning. Mana madem gap qildim. To'raldagi ko'raman do'stlar, yaxshimisizlar? Men Şinjan Opera Teatri, Şinjan San'at Yurti Opera Teatrining rejissyori Islom Javoriz. Hamda shu to'r teatri Ota Orzusining rejissyori. Yaxshimisizlar? Baland rejissyor, baland. Hammanglarning boshlig'ida endi mush filmda shundoq qo'y gapini olmasanglar bo'lmaydi. Rahmat aka. Yaxshimisizlar?
Ben Şinjan Muqam Ansamblı'dan Polat Tursun şu filmde bu filmde mi? Polat direktör obrazda. Polat'ın rolunu algan. Polatqa boshqa ism chiqmabdi da. Ya aşı. İsmini unutup kalmışsın da. Mana. Dastlabda Polat degan ism tepelib anda yozgan kitap bu. Yangshin ding so'nim degan talaylikka. Yaxshimisilar, men Mukarram Qaysar bo'lma, Otarzo's filmining ichida Rahmat va obrazini. Ey, ne chiroyli qiz bu. Yaxshimisilar do'stlar, men Merdan Tursunov, Şinjan Radyo Kino Televiziya Tercüme Merkezi'ndeki Avaz Aksulumen. Şu Tor Tiyatri Ata Arzusu filminde Ekber, Ekber Adokat'ın rolda. Rahmat. Şahmatga usta adamı. Shaxmatga usta va undan aqlliqga. Xayr qiladi. Ey, ovoz yo'q ekan. He mana. Naq maydon bo'lg'achqa biz qasddan o'rinlashtirdik. Ekran oldidagi ko'rmanlarimiz mushudaq bosqichlar orqali qaris naq maydonga deb bilsin deb. Ben nakışçı olmadan ki, riyasetçi olmadan ki, bana teyak pegen götürüp gelmem. Dige. Dep qo'ydi g'ayri va parvarning. Mikrofonlarının kulaktaki mani rol oynayan işletkendikin, manın taz elmetlerini bilmeye kaldım. Şunda kusumu, üzemsel bir hayacan ilkide bu mikrofonu kolum kaptı ben. Hemmenlağa ben hayır bilesendim, sevinip salam. Ben Abdunum Rayonluq Medeniyet Yurtu'nun Almüyü Medeniyet Tədqiqatçısı bulman. Şundaqla bu filmde şundaq yaxşı rejissor, yaxşı həmkarlaşqıcılar bilan bir yaxşı filmni vücudga chiqarganimdan bir xil hayajon ilkidi bu yerda o'tiribdi men. Rahmat, dada, rahmat. Parvar. Ha. Bo'pti Davut ağa. Men bu filmde akam Alimning singlisi Parvar, akam Alimning singlisi Parvar roli bilan hammalarning oldida namoyon bo'ldim. Mana. Xayrguladan bulamdı yoki Guljamolladan bulamdı, Aminadan bulamdı. Men mushu televiziya xizmati bilan shug'ullanganda tunishgan vaqtimda mushundaq deb bularning chiroyi. Mana hozir 16 yil, 17 yil bo'ldi. Odamga mevasini ish qilib yegan vaqtinglarda menga bir Gulshan sizmi yavagan bo'lsangiz degan bo'lsanglar bo'pti ekan, lekin chiqib har vaqt mushta go'zal yosh turg'unlarni ko'rsak xush bo'ldik ekanmiz. Hadilarim. Rahmat. Salam dostlar. Ben Şinjan Sanat Yurtu Opera Ömekinin artisti Gülcemal Metniyaz. Ata Arzusu bu filmde ben Gülzar obrazını yarattım. Gülzar. Rahmat, dada. Yaxshimsizlar to'rdoshlar. Ben Şinjan Sanat Yurtu Opera Ömekinin artisti Amina Ömer. Ben bu filmde Ayşem obrazını yarattım. Ayşem. Ekran oldidagi ko'rmanlar yaxshimisizlar? Men Şinjan Sanat Yurtining Naqshli Ömgin usulchisi Mahira Ahmad. Men bu Tor teatrda Berna obrazini yaratdim. Yaxshimsizlar? Men Şinjan Radio Kino Televiziya Tercüme Merkezining ovoz artisti Murad Lasper. Men bu filmda kenji o'g'il Qaysarning obrazini yaratdim. Rahmat. Rahmat. Yaxshimsizlar? Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi suyumlik, qadrlik ustozlar, Malaga, ben Dinur abimizden otuq salam, ali ihtiramlar olsun. Ben bu Ata Arzusu filmide Xayrigül adamның, yani Parvarning qizi Parizatning rolini aldım. Rahmat sizlarga. Rahmat. İslamjon aka bugun kelmagan aktyorlarimizmi, mehmonlarimizmi bo'lishi mumkin, ha? Ya'ni Xislat cho'ng qizning rolini olgan Aynur Rahmat yana bizning Şinjan Sanat Yurtu Opera Ömekinin yaş artisti. Abdullah akamning, ya'ni Alim akamizning Alimning cho'ng qizi. Cho'ng qizi. Bali bar emasmi? Xislat Adil Muradil. Kenji Taya. Cesur. Qaysar. Yani Aynur kelmay qoldi shundami? Aynur o'g'illarning cho'ngi, o'tiranchi o'g'il Qaysar. Cesur'un oynayan Adil daydıgan yan bir artistimiz var. Bu alımın hizmet saatini baş saatini
man naq maydon kelib Kilemey kaldı ya. Hem bir filmden vücudga çıkırış jarayonidagi hem de xizmat halqalari biz mu şu kasbni quvvatqanlarga ayan bo'g'ini bilan lekin ekran oldiga ko'rmanlarimiz balkim bilmasligi mumkin ekranga sunulgandan keyin ko'rib o'zining bahosini berdi. Lekin bu filmni ishlashning oldidagi ssenariy yozish, shundaqla rejissyorlik xizmati, undan keyin suratga elish, suratga olib bo'lgandan keyingi kirish turish halqasi, undan keyingi tashviqot xizmati. Mana buningga bahchiq kuch sarf qilishga to'g'ri keldi-da. Islomjon akangda bu filmni hamda planlash, shundaqla ssenariyni yozish, hamda suratga elish, kirish turish halqalarini mana mush bosqichlarni tamomlash jarayonida qancha vaqt ketdi? Bugungacha bo'lgan vaqt hamda. Xili sanab baksak mana 5603 gün. 365 günde neçin sanayımız yani o. 2016 yılının ahırdan başlap bizim iş film tayyorlab atkan. Hazır mana 2021 yılın 5'te tamaşa bilan görüşüp atır. Bunun aralıkta siz degandek bu biz hem de 5 kısım ya 10 kısımlık tiyatrlarını işlemedik. Biz bunun aldıkayını bu filmge yaz görünüşağın küzni aldık, kışını aldık. Yaz, baharın görünüşlerini küzünün saklap açtaq görünüşlerini aldık. Tutmasının hemmisi gidek Asasen bardan. tutmasının hemmisi var. Şuna acemi bir kadar zor, görünüş, eliş vakti bir kadar uzunrak ketken bir tiyatr kino film oldu. Bununla katnaşkan artistlerimiz var belki azı bir yerken nakmara qaranjaqda nurg'unlar artistimiz qatnashdi. To'g'ri, ha. Haqiqatan bu mayli rejissyorlik halqisi yoki hamda bizning aktyorlik halqimiz va yoki kirishtirishdan iborat har bir halqiga mush kasbdagi peshvolar qatnashdi desak bo'ladi. Shuning uchun bu filmning hamda qanchalik chiqadiganligini ko'rmalasizlar, ko'rgandan keyin baho bersizlar. Azroq bir uchur beraylik deb o'ylayapmiz. Ya'ni Hugo Penni ko'rsizlar. Tetim film diqqatlanadi bo'ldi, qani ko'rmalar. Buldu. Hugo Penn. Mening bek ko'gim batdi. Armag'aysizlar bek isil. Rahmat. Oyoq qarab yurguncha manodilib ko'rmaymizmi, ya? Gulshada ko'zdagimisin deydiras. Normal chiqyapti armag'aysizlar. Rahmat. Buldum shunaq güzel tilaklarni, inkaslarni, taklif fikrlarni qoldirib qo'ysanglar, biz xursand bo'lamiz. Qo'yildimi? Ha. Bizning mikrofon o'chirikdagi ovoz chiqadi-ku, filmning ovozi. Acaba açığını geldin mi sen? İşte demiş bu. Yani kanda kalayım kaçık çıkmadı. Endi ovoz chiqayotganda-ku. Aka! Bu ballarımın müştak şahsiyetçi. Babasız buluşuk için sen sebepçi. Kızım kendi değil. Ne alıkonla kıldın mı? Acaba açığını geldin mi sen? Neymiş oldu? Yani kanda kalayım kaçık çıkmadı. Aşağıda da ilik pını gitti. Upulmamak lazım değil mi? Diç poptu. Çıkmasın. Vallahi çöndürme anlığım yok. Nimadak işimi sıksa? Vay dada! Her kandaq iş bolsa mana manba. Özüm oңşayman. Bolamdı? İştahı manba. Özüm bir taraf ötüme, hatırjam bol. Yaşaysiz. Çoqum yaxshi yaşayışınız gerek.
Bir de satan kalanlar. Vay nim bopsa. Sen bek aldıraş emasın sen. Şunu qilama, ama ağlaşma. Nima? Şimdi qilam deb. Nima qilsan? Ballar. Dada. Ettigen ojran neymiş qotsa? Ma'vatma bular. Әмс диқтыңла мәнді болсын. Yaxshi tamamsiz. Naqsha dedingizmi? Mana, rəd. Unudum bağı, qız tərəfə verib qızını sorablar. Mükü? Ha, sağ. Ha, nimeş? Öyle. Hani yine. Siz uchun o'tga kirishga tayyorman. Teşikti. O'tga kiraman taqa. Mushum gap bo'ldimi? Oh, oldu. Keldik unda bo'lsa, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, hozir ko'rayotganlar bo'lsa, Alkuy bevos tarqitish supsi orqali tarqitilayotgan Alkuy bevos tarqitish supsidan boshqa yana Douyin, Kuaishou, Haozan, undan boshqa tak mana mush bevos tarqitish suplarida sizlarning huzuringizga sunyapti. Undan boshqa hamda bugungi bizningki mush bevos tarqitish faoliyatimizda qancha ko'p do'stlar chambiriga ham bahirlisanglar, shundaqla qancha ko'p to'plarga yo'llasanglar, sal turib sizlarga tayyorlagan mukofotimizga erishalaysizlar. Chunki bizning bir ayrim uyushtirmoqchi bo'lgan o'yinlarimiz bor, bosqichlarimiz bor. Bu bosqichlarımızda mukofot bor, lekin mukofot qandoq do'stlarimizga chiqadi deganda, shu do'stlar chambiriga bevosita tarqitishimizni ham bahirlagan to'plarga to'xtamasdan yo'llagan do'stlarimiz mukofotga erishadiganlarning tizimligining qatoridan o'rin ola oladi. Agarda yo'llamay qolsanglar amal yo'q ekan deb bizningki mana mushtaq bir katta faoliyatimizni ko'rgach mukofotga erishsanglar yaxshi-ku, chunki biz har biringlarning, har bir kuninglarning talay ichida o'tishini chin yuragimizdan umid qilamiz. Amsa mehmonlar sizlardan bir savollarni so'ray. Chunki bizningki mush faoliyatimizning rejissorlari, aktorlari shunchalik kuch chiqadi, ajr so'ndirdi. Unda bo'lgan ekan, bu aktorlarning, rejissorlarning ham ajr emas. Meningcha bu savollar ham bizning ko'rmanlarimizning savollar bo'lishi mumkin. Islomjon aka, endi bu tema haqida paranglashadiganmiz eng beshida. Ya'ni ota orzusi Neymiş hamdi mushundaq bir temini o'ylab qolgandinglar? Tisay. Ko'p yillardan beri bizning sektimizda mayli ekranlarımızda ko'rinayotgan temalar ko'pincha jamiyatimizga tomosha bilan qiziqadigan temalar. O'sha temalarning orasida shu oila munosabati, ota bola munosabati, farzand bilan otalarning munosabatining to'g'risidagi tema balkim kichik tipga to'tilda yoki boshqa kichik tipga asarlarda chiqdi, lekin uning mohiyatini ichib haqiqiy bolalar nima o'ylaydi, ota-onalar nima o'ylaydi deydigan manda kengaytirilgan tema asosan chiqmadi. To'g'ri. Shunga biz o'zimizmi farzand, ota-onamizning farzandi, bizning farzandimiz bor. Shu ichki davr odamlarning orasidagi munosabatning qanday bo'lishi kerak? Yoki hozirgi jamiyatimiz taraqqiyotni tez to'g'rilashgan, futurlashib ketgan davrimizda ota-onalar bolalarning ritmiga yetishmayotganmi yoki bolalar ota-onani yolg'iz tashlab qo'yotganmi deydigan bir masala duch kelamiz. Shunga masalada endi bo'lsa shu mishta bir temani ilib chiqish orqali tomoshabinlar bilan ko'rmanlar bilan o'rtoqlashib baqsa, mish orqali biz o'zimiz o'ylagan bir usulni yoki bizning his qilganimizni ifodalab bersak deb mish temani o'tirib elib chiqishni o'ylashdi. Bir yilqi yetaklash rolini o'ynayli deb o'ylagan bo'lishinglar mumkinmi aka? Balkim, lekin mening farzimcha
bir eser arkalıklam yetekleştiğinden oylaşmaylı. Minas ortaklaşıyla. Bir adamın oylığını bilen yamır adamın Doğru, oylığı okşamaydı. Belki kimsin doğru buluşmu. Özün ornu tutup, özün şarayı tutup o doğru buluşmu mümkün. Her bir adamın dünya göz karşı okşamayan kıymet karşı. Biz miş temin oturup oyla miş arkalık hemmeden özü iskilini iskilip, doğru iskilip şu arkalık özün turmuşluğa göz karşını bir oylan son şunu asasen şundarak oyladık hamdir. Belki ben de bu filmni ko'rganki, ma bizning uydagi vaqa ekan-ku. Bu mening dadam-ku. Ma rasman ekanman-ku. Aslında demek bo'lganimiz biz jamiyat bo'layotgan shundoq-ku aka hamdi. Haqiqatan bu hamdi oilamizda har bir oilada nurg'unlagan hikoyalar bo'ldi. Hamda har bir oiladagi u hikoyalarning hammini so'zligil bo'lmaydi, lekin bir film orqali nurg'un oilalarning hikoyalari singib ketgan bo'ldi. Shundoqmi Abdulla aka? Abdulla akamga hamdi mushu biz el so'ygan degan so'zni bek chiqishiltimiz-ku. Hozir mushu ishlasak ba'zilar kulgimiz keldigan qoldi-chu. Amaliyotda bu so'z o'tganda biz bolalar bilan deyishdik. Tunji qitim Abdulla akam uchun Yangshin Dingzo. elni so'ygan. Shu bilan ham uningdan keyin bu gapni mushu. Endi sahnaga chiqqanlarga mishiltayotgan, Abdulla akamdek san'atkorlarimizga mishiltayotgan, mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar biz to'g'ri ishlasak bo'ldi, shundaq-ku. Unda bo'lsa elni so'ygan cho'lpanimiz. Chaqchaq qilayotgandek. Shu oshna deydi-ku hozir. Mana chaqchaq keltirayotgan o'xshaydi. Yo'q, akamda emas, qat'iy. Abdulla akamni endi biz qancha ta'riflasak ortiqlik qilmaydi. Abdulla akamning ijodiyatlari, kuylari albatta har xil etodlarda yaratgan obrazlari bizningki turmushimizga singib ketdi-da. Abdulla akamizni ko'rsak rost yuragimizdagi bir akamiz. Yuragimizdagi bir atimiz deb o'ylaydigan shu holat keldi-da. Akamdi nurg'un filmlarda, hamda etodlarda desak bo'lganda, etodlarda rol oldingiz ekanmdi. Ma to'r teatrda tunji qitimmi? Shundoq. To'r teatrda tunji qitim. Endi asos jihatdan televiziya teatri, kino deganda tunji qitim desam bo'ldi. Burun bundaq to'r taraqqiy qilmagan vaqtlarda bu chaqda hozir to'r televiziyasi deganni biz televiziya teatri deydik. Chunki bu chaqda yepiq yo'lliq televiziyalik uyda bilu deyishi deydigan ishlar bor. Shu chaqda biz bura ikki qismliq televiziya teatrlariga qatnashgan, lekin mana to'r televiziya teatriga tunji qatnashishim desam bo'ldi. Qandaq bo'ldi aka? Yaxshi bo'ldi. Mushu bek charchaydi ekan. Ig'ir charchaydi ekan. Biz Abay Mao rejissor Islomjon degandek buningga ilgari keyin bu bir yildek vaqt ketdi ishlash jarayoni. Ba'zida qishni saqladik, ba'zida yozni saqladik degandek. Shunda angıçı arlıqlarda yana bakat umayar bu xizmatni elib mağduq. Onu da keyin ama bu keselni işi, yiyicingni işi deymiz, igizpes xizmatlar har xil rejissorlar bir yerda bu xuvchin ishlaydigan bolalar yana bir boshqa o'rinda ishlab yurib bu vaqt biroz so'zilib ketdi. Qanday bo'lmasin biz kutgan kun oxiri bugun yetib keldi. Shuning uchun intayin xursandman. Oldida mushu Islomjon degandek jamiyatda yuz berayotgan mushunda bir hodisning tipiklashib bir o'tirg'i chiqqani bak yaxshi ish bo'ldi. Chunki Mao televiziya teatri asosan jamiyatimiz bo'layotgan bir bizning ko'zlarimiz ko'rib turayotgan bir ishlar, hodislar, oila ziddiyati, ota bola, er ayol degandek mushu kishilar bilan kishilar o'tirishdiki sal bir normallik tarafga yuzlanib ketayotgan bilib bilmay ashuna munosabatlarning yana bir qatim ifodalashi tipiklashishi endi mushu orqali biz endi bizda yana nima kamchiliklar sodir bo'lyotidi bo'pmi oilaviy munosabatlarda degan o'tirib qo'ymoqchi maqsad endi bo'pmi shahar turmushida hozir hammamiz bilamiz shaharlarning turmushi bizniki yezadagi turmush ritmi qaragan tezroq bo'ldi ekan. Hatto mana bizmi bir kunda planlagan ishimizni amalga oshira olmaylar, kech o'tib ketadi. Sababi har xil sabablar bizning planimizni so'qib yutadi. Tez demak, ritmi tez turmushning. Shahar turmushida
biz o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan shunday fikrlar bakrak o'z ifodasini topadi ekan. Bo'pmi? Ota-balla, ota-ona bilan balla ota-onalar o'tirisidagi munosabatning mush kinoda biz demoqchi bo'lgan markaziy ideya mush shahar turmushida bakrak ko'rindi. Hozir nurg'un farzandlar bor. Bir ay uyda bir bala, ikki balajik bo'lsa, bularni biz buni aytib, tapilab, aytib cho'ng qilamiz, yemay yegizib, kiymay kiygizib degandek. Bular intan cho'ng bir imtiyozda cho'ng'iydi. Ularning zivo ganjesi hamda o'zining yetilish jarayonida o'zini beqiyotgan ota-onasidanmi bak huquqliq intayin obro'yliq hisoblaydi ular. Muşda çoğup kalan balla hamdi. Keyin belkim ata-onalar ma'lum ularningki ehtiyojini qondiramagan vaqtida ma bir xil fikri va bo'lib qoldi ekanda. Chunki ashta ko'nib qolgandan keyin. Ata-ona deganning ma hammasi hamma ishga qo'li yetadigan bo'lmaydi. Ba'zi bir kamchiliklar bo'lib qoladi. Iqtisod jihatdan yoki boshqa bir jihatlardan. Shunday vaqtlarda bu kichik vaqtida siz yetishgan bilan cho'ng bo'lganda uning ehtiyojini qondirib bo'lmaydi ekansizda. Bu balla, ativa cho'ng bo'lgan balla otasi bilan onasiga yuqori talab qo'ydigan bo'lib qoldi ekan. Gerçi ularning niyatida ota-onasiga bevafolik qilish ideyasi yoki uy bo'lmasmi, cho'ng bo'lgandan keyin ular o'zi kuchiga tayinib o'z ehtiyojini qamdamoqchi bo'lib, shuning bilan ota-ona bilan jiroqlashib qoldi ekan qarang. Uyda davomli seg'inib turdi ekan, davomli shu kishilarni yo'qlab turishni o'ylaydi ekan, lekin xizmati besimi eg'irishib ketgandan keyin bu orliq uzrab ketib bir xil vijdon azobi tortadi ekan. Bular yaxshi bolalar amaliyotda. Hech kim bu bolalarni yomon bola degiz kelmaydi. Chunki jamiyat shunday mengishga buyurganda, majburlagan. Ota-onalarmi bolalarning shu yolg'iz o'zi akiltib cho'ng qilgan bolalarning ko'nglini ayab uni o'zining yeniga tortib ololmaydi, ya xabar qilmaydi, deyolmaydi. Hatto og'rib qolgandimi, avar qilmayli bolalarimizni deb. Mush ota-onalarda bor ish bu. Demaydi hatto og'rib qolganini qarang. Faqat ansiraydi. Bu ko'rib turgan bo'lsam, shuning nim bo'layotganini men bilgan bo'lsam, uqib turgan bo'lsam deb telefon qilg'iz keldi, ishlayotgan bo'lsa bo'ldilar deb. Un elib qo'liga bir uranmaydi. Demak, mana shunday bir tabiiy holda, istihiylik holda atalar bilan ota-onalar bilan bolalarning orlig'i sal jiroqlab ketishib, o'zaro uqishmaslik shu yerdan paydo bo'ldi ekan. Jiq ko'rishmagandan keyin to'g'ri bir fikrlarni to'g'ri usulda yetkazolmaydigan yoki otasi bolasiga, bolasi otasiga, onasiga degan gapni o'zaro to'g'ri yo'sinda tushunolmay, xato tushunib qolgan ishlar orliq uzrab ketgandek ko'zlaydi. Men shunda bir bo'layotgan amaliyotni o'tirib qo'yalganligimizdan xush bo'ldik. Keyin bu ko'pchilik buni televiziya, teatrni ko'rgandan keyin balkim o'ziga bir savol qo'yish mumkin, men shunday o'ylayman. Yoki farzandlar, yoki ota-onalar o'zlariga bir savol qo'yish mumkin. Bizda qanday ortiqchilik bor, bizda qanday kamchilik bor? Bu nihoyat yaxshi bir ideya, yaxshi bir fikr o'tirib qo'yildi. Tuyuqsiz Abdulla akam so'zlayotdi, dadamning qaysi kuni telefon qilgandagi bir gap esimga qoldi. Bir ish to'g'riq necha qitim telefon qildi-da, qilib ondan, "Ay bolam, sen meni arz qilmajimi?" deb boshladi dedi. Tuganda o'ydadan imdodsizsam, qaysi kun to'g'ri qarsam, bir ota balasiga 58 qitim telefon qilganlik uchun balasi dadasining ustidan arz qilibdi-chu. Mening bu kundalik turmushimga, xizmatimga ta'sir yetkazdim deb. Şu degan deyilqi am dadam chaqchaq qilib dedi, lekin yurkim joqqidi tagdi-da. Endi mana mushundaq bir misollar yoki mushu filmdagi nurg'unlagan hikoyalar shuras bizning turmushimizda bo'layotgan. Biz farzandlar cho'qim diqqat qilishga tegishlik, biz diqqat qilib bo'lamagan. Ota-onamizning qoyilligiga shundaqla ota-onamizning degan yerdan chiqamayotgan taraflarni yo'rtib berayotgan bo'lishi mumkin. Undan boshqa Abdulla aka, siz mushu Ota Arzusi filmidagi ota obrazi sizning xayolingizga shu ota obraz bilan yaqinlashdi yoki o'xshash deb o'ylamsiz? Bu hamda televiziya, teatr yoki drama yoki kino deganlarimiz obraz yaratdimizku. Men o'zimga yaqinlashdi desam, taxa bo'lmagan. Qanday desam bo'lami ya? Chiqilib xarakteri menga yoqdi.
Mavu singlim Xayrgül singlim Parvarning rolini olgan. O Xayrgül muşu biz bilan bile muşu kinoning elinish jarayonida qatnashgan bolalarimiz aka o'zingizlar. Sizlikensiz. Hatta rejissorma bo'ldi sen jiq kuchimsan bo'ldi ke dedi. Endi jiq kuchimsan bo'ldi degani endi xarakter mijozi muşu ichingda bor narsa dedi demoqchiman. Albatta yana obraz yaratish kerak. Ashundoq ish qilib yaqinga ben yaxshi ko'rdim ish qilib. Bir yaxshi aktyorning ashta bir xarakteri bo'ladi. Bir obrazni olgandan keyin, kitobni olgandan keyin, kitobni o'qish jarayonida asta-asta obrazning xarakteri kirib qoladi. Mengib, o'ylaganlar mengib. Abdulakam amaliyotda o'zining hozirgi ishi o'ynatgan ishdan kichik. O yaratgan obrazdan kichik olimning obrazi. Lekin ash natjaning ichida yaman qirib ketgandek his ko'zimga ashta ko'rinib ketdi ashi. Ash ko'rish olmagan vaqtda o'ttasimi ballim bildi. O'ttasimi ash voy o'tagandekmishda o'tirib ketdi. Ashta obraz qilib Qilg'ichi chiqdamidingizda obrazdan. Hozirgi kelgicha o Polatning mabiti Aynur mening cho'ng qizim bo'ldi-chi. Shu Aynur hozirgi kelgicha idor ne deb ko'rsa, dada deb chaqirdi. Ko'nab qopti-da. Endi bir yil jarayonida kechgacha dada bala bo'lavergandan keyin ash qizma hozirgi kelgicha dada deydi. Bayama menga bir xat yozibdi. Dada men bugun boramaydigan bo'ldim. Meni salomni yetkazib qo'ysanglar deb. Aynur o'zi qizimning rolini olgan qiz Aynurning ismi nima Polat? Mush biladi uni. Yaxshi unutib qolganingiz yaxshi bo'pti. Qislatning obrazini yaratgan Aynur qizimiz bugun kelamay sizlarga meningdan salom aytyotdi. Rahmat, shundaqla Aynur Nomamda mush filmga singdirgan ajriga minnatdorligimizni bildiramiz. Hamda Xayrgulada, Parvarada. Parvar. Xayrgulada siz uchunmi bir büsüş bo'ldi-mi? Bu filmdagi obraz. Men endi 14 yaşımda Merkez Tiyatro İnstitutu o'qib ekanman. Shu vaqtdan boshlab men ash kichkina vaqtimda boshlab analarning rolini o'ynaydim. Chunki men ustaxonlik bo'lgandan keyin Beijingga borgandan keyin bir samirib ketish bo'lib ketib, tenimda. Shuningga shu vaqtlar men analarning obrazini, musiqa ovozim tom bo'lgandan keyin cho'larning obrazini chiq o'ynagan. Men ba'zi turib qolatdim. Bir yoshligimda bir muhabbatlashgan bir film rollarni o'ynab boqaman degandim. Oxir undaq rollarni o'ynashim nisb bo'lmay, oxir iPaddan bo'plam. O'tirib qoldim. O'tirib qoldim. Shuninganda biz nimcha? Azazilni indek keltirishdi bir qizning rolini o'ynagantingiz bu. Rosa. Lekin uni da mana ovoz tom bo'lish talab qilindi ekan. İsmini aldinglar hozir. Chunki Azazilni indek keltirish degan vaqtda u bu Şinjan tarixida tunji o'ynalgan Shakespeare'ning asari. Bu nurg'un odam tushundiga tushunmaydi. U rolmi ajoyib bir cho'ng roldi. Mush rol o'ynash jihatda men bek talaylik deb o'ylayman. Men shundaq yaxshi rollarga uchirdim. Ashundaq yaxshi hamkorlashuvchilar bilan birga sahnada nur chaqnata oldim. Shuningdan bir xil mush ham safarda bo'lgan, birga sahnaga chiqqan har bir hamkorlashuvchilarimga shundaq rahmatimni bildirib olgim keldi avval. Rahmat sizlarga. Rahmat. Rejissor bo'lsin, birga o'ynaganlar bo'lsin. Chunki bu aktyorlikda shu ko'pchilikning kuchi bilan eng oxirida uning natijasi namoyon bo'ladi ekan. Endi bu yerda Abdulla hech qanday gapni demadi, buni chaqchaq qilib kulib qildi. Abdullaning mushu filmni boshlab bir o'tirib kelgandiki bir axborotchilarning bir tashviqotda kelib bizni ziyorat qilgan vaqtida shundaq degan gapi menga shu vaqtda ko'zimda qiti yosh kelgandi. Kino ishlash, televizor film ishlash, yoki tor film ishlash shundaq tasga. Men shundaq japağı bilimni ching bog'lab, tizimga cho'g'ib kechaman deb kelgandim. Lekin hozir qo'limni egiz ko'tarsammi, masu uning japasi bo'ylimidi. Bek japalıqqa degan gapni qilgan. Shu vaqtda anglab turib, acayip bir japalıqqa, rast japalıqqa bizning bu kasb deb o'zimga ashundaq natijasini chiqarmoq andin tez. Yolg'iz chiqarg'ili olmaydi. Nurg'un odamning kuchi bilan andin bu kasbning natijasi chiqadigan kasb bo'lgandan keyin acayip to'g'ri dedi deb bir xil ichimdan
Muşunun bir yaxşı günler kelip, muşun neticesini huzur ağılı bolar degan vaqtda, mana hala bugungi kunga kelganda, muş hammamiz muş filmning qo'yilish hayajini ichida shundoq xo'shal bir kayfiyat bilan, intizorlik bilan kutyapmiz. To'g'ri. Men buningda bir Uyg'ur analarining mehribon, ancha-muncha ortiq chepilg'oq, lekin ballarga bo'lsin, o'zining qarindoshiga bo'lsin, eng mehr muhabbatlik bir ana obrazini yaratdi. Ak ko'ngil ayol. Bek ak ko'ngil. Hech nimaga chidamaydi. Bek adil. Lekin bütün dunyoga analarning mehr muhabbatligini ifodalab berdi deb o'yladim. Men kitobni olib o'qigan vaqtimda kallimizda qandoq o'ynash bir yo'linish paydo bo'ldi. Shu vaqtda ha mushundoq ekan to'q dedim. Har bir mush rollarni o'ynagan vaqtida odam o'zining onasini simvol qildi ekan. Atrofdagilarni qarab yaxshi analarni ko'z oldimizga keltirib turib, o'zimizni bor ortiqchilik bilan birlashtirib, anandikin buni o'tirg'i chiqarishga tirishdik ekanmiz. Uning kam ortiq bo'lgan yerlarini rejissor çoqqum bizni yetaklab aynakdak mandaq mаңызlar deb yaxshi yetaklagandan keyin qog'ini biz shu darajada chiqarib berishga tirishdik. Lekin bu yerda mushu filmga chiqib olganimdan men eng talaylik artistkaman. Nimdeyen kamtara. Mushundaq yaxshi bir rol menga kelib qapti. Mushu mening ta'lim. Onun ustiga Uyg'urning hozirgi zamondagi eng isil, eng yaxshi bo'lgan, kuchli kasbiy jihatdan bo'lsin, odamiylik jihatdan bo'lsin, o'zini namoyon qilib mushu kungacha yaxshi nom bilan kasbiy jihatdagi oldingi qatordagi butun xalq xuddi Abdullah qilib qo'ygandek elni so'ygan. Ha? Elni so'ygan. Mushundaq gigant cho'lpinimiz bilan birga tang rol olvaganımdan bunundaki Abdullah o Japanı kul yetmeyerek Japaga bunun keyin rol oynamdı oynamamdı bilmeyme. Lekin şundaq rol oynavaganımdan pek minnettarlık duygan var. Onundan sert mana bir yaxshi filmning hamma rolini yetaklab, shu rolni dangsab, shu mashinani eng oxirgi bekatga apog'icha kuch chiqardigan rejissori inimiz Islomjon turibdi. Biz shunchalik faxrlanamiz bu inimizdan, ham hammamiz shunchalik yiqib turmiz. Chunki odam o'zi shundaq isil hurmatini saqlagan bo'lg'achqa, undaq odamning oldidan to'g'ri o'tkizimi kelmaydi ekan. Mushundaq yaxshi inimizning boshlamchiligida bugun bu film mushu o'tdagan har birimizning kuch chiqarishi bilan, mush oqsatga har birimizning kuch chiqarishi bilan mana tor orqali bo'lsa-mu tomoshabin bilan yuz ko'rishib turibdi. Meningcha hamma odam rozi bo'ldi deyman. Biz shundaq rozi bo'ldik. Biz eng cho'ng ajrimiz bilan, eng cho'ng jafoyimiz bilan eng yaxshi bir asarni xalqning oldiga sunyapmiz. Uni ko'rgan har bir odam bu emas, tarixda bo'lsin, eng cho'ng film deb o'ylayman buni. Men shunchalik filmlar qatnashganim bilan men bundaq 60 qismdan 67 qism chiqibdi-ku. 67 qismlik filmga texi yo'q. Bo'lgan vaqtdan buning vaqti uzun. Rang tanshashdan tortib men bütün filmning boshidagi holatlarini ko'rib pek hoş buldum. Aqsatkilarni cho'ng ajr qildi. Mana bugunmi tashviqotiga hammamiz shundaq intizorlikda asnoidil holatda kelaligidek har birimiz kelib o'tiribdimiz. Ko'rgan har biringlar mushu filmni yaxshi ko'rishinglarni, har bir ko'rguninglarda bizning qanchalik jafo tatqanligimiz uchun bir og'izdan yaxshi gap qilib, texmi ko'p tor aldidiki tomoshabinlarning ko'rishiga tavsiya qilib qo'yishinglarni umid qilaman. Uy, azizim, mana bugunsi xayrgul odamlar yasachilik hisobchiga. Burası gap qo'yatdi, og'zimni ichib qolganda, men yumamidim og'zimni xayrgulada xilvaqlag'icha. Ishqi farq etdi mana shu biz eng hurmatlaydigan, cho'ng bildigan san'atkorlarimiz bilan, ustozlarimiz bilan bir sahnada turgan vaqtimizda biz yana pek kichikkanmiz, biz hech nim emaskanmiz, nurg'un jihatlarda uyundigan taraflarimiz pek chiqqan deb bugun mana his qilganim texmi kichik bel bo'lishimiz kerak ekan, texmi kamtar bo'lishimiz kerak ekan. Kasbiy iqtidorimiz qargan chaqda bir odamning odamiyligining qanchalik muhimligini yana bir qatam his qildim. Xayruguladan boshlam manbak talaylikkanman dedi. Amaliyotda talaydigan tayyorligi bor odamlarning Əməliyyatda təlaydigan tirishchan odamlarning, təlaydigan kichik bel odamlarning, təlaydigan mana sizlarga o'xshash isil odamlarning bo'ldi ekan. Shuning uchun mana mushundaq katta talaylar mangu sizlarga nasib bo'ldi xayrgulada. Undan boshqa
özümüzün nəticəsini görüş bir bəxt bolsa, başqalarının nəticəsini görüş bir huzur deb, özünüzdən başqa mana şu kəsbdaşlarınızın nəticəsindən söyünüyatqanınızın özümü bir güzel adimilik, güzel əxlaqi fəzilət. Hədə rəhmət, əmmanlar rəhmət. Bir oyacanlıb getdim. Rəhmət. Gülcemal ədə mı bizni bir oyacanlandırıydı çoxum. İşte kıldı. Bayetmeyen kıyım bu kasıptaşlarının rejissor şu Abdullah hizmet işimizden sözlerini anlap şu öz vaktideki film işleş jarayonida aşı çapalar göz aldığından mesela öttü. Çünkü biz endi bulardek pek çapalık emas. Biz mu azırak özümüzden güçlü çıkardık. Lekin şu grupniki şu bir 110'inki teşkillenip mesela bir yaxşı bir temini hazırkı kişilerinki turmuşdaki naydem bir nayd intilatkan zaten şu hazırkılarının turmuş bilen mesela yaşlarındaki biz bu çoğunlarının oturusundaki nurgun bir inçki bir nesneni biz nayd İslamcan Fukam rejissörünün ki yetekçilikte nayd bir roşen halda bir ifadeler verdik. Yani bu jarayon hakikaten biz aktör kesbi bayağı hayırgül degendek bu universal bir kesip. Fakat bir adamın güç emas, bütün hemmimiz ortak güç çıkarganda, tırışkanda, bir niyet, bir maksatı bolganda o bir netice kazandı ekan. Şu Müşnaq bir yaxşı əsərə qatnaşqandan mən şunchalik hayajanlanıb oturubdim mən. Haqiqatan Abdullah Başrol, İslamcan Ufkam Texmur, Japanlıq rejissor jarayonida pek çapatdı. Haqiqatan biz gözümüzden görüp duratımız. Televizyonu görüş şunchalik asan. Çünkü biz mındaqla tezginekten mındaq bassak öçürülüp ketidi. Mındaq bassak 1 minut 1 daqiqada o ya qoyuldu öçürülüp kögümüz gelmesi kömeyimiz. Yetip kösekim buldu, nayti oturup kösekim buldu şunda huzurlanımız. Lekin bunun arkadaki müşit Japani, müşit jarayondagi obraz yaratış, yani müşit jarayondagi Japani hakikaten biz özümüz haqiqiy özümüz tixoy qilgan özümüz his qildik. Endi müşni tomoshabinlarimizmi cho'qim bizning fikrimizni anglagandan keyin müşndaq japada shu filmni ro'yobga chiqaribdi. Haqiqatan japa tatibdi deb bir aşıp Hadığımız çıqqan bolsa demek şu kadar. Huzurlanıp Üçürvetmeydi huzurlu. Çokum üçürvetmeydi. Çokum üçürvetmeydi. Başı tatkan japalarınki. Başı tatkan japalarınki çokum bir ardık çıkıdı da oyuldum. Hakikaten başındaq bir İslam Javkamda yaxşı rejissorunun yetekçiligide Abdullah'dak elini söygen başındaq çopallarımız Hayırgül Hasan'dak başındaq nayti yuşu nayti talantlı bir kasıptaş, hizmettaş, Amine'deki müşahap ottağan barlıq kasıptaşlarımızın bir niyetli müşahap bir yaxşı filmni tamaşbirlarga, keng körülmenlerge sunğanlığımızdan biz müşahap hayacanlanıp oturuptuk. Tamaşbirlerimizden yaqtırıp görüşünü ümit qılımız. Rahmet dada, rahmet. Ay Gülcemal dada sen nimiş ki bundak isil? Nimiş bundak isil sila amdi ha? Atanız isilde. Doğru ha, arasa. Siz mi pek isil sağ olun. Rahmet dada, silaçilik emasa. Sen Hamımız hoş oldu attınız. Hoşalığımızdan, müşün nurgulğun etrafımızdaki meyli uruktuqallar bulsun, meyli bizden perzentlerimiz bulsun, müşündaq bir yaxşı filmni kaçanlıqı körümüz, kaçan koydu dep müşün bir 2 yıl bulup kaldık ha, 2 yılını açtı. Cık adamda sual sorgan, cık kişiler etrafımızdaki, bilgen ahiri müşün bana Mana körünla. Ahiri müşün taqazallıqtan kitken Doğru ha. Yana bek hayacanlanıp kaldım. Mikrofonu sizden bu. Amin Ademge. Rahmet Gülcemal Ademge bir çağ hürriyetliye. Rahmet dada, rahmet. Sizlerden ügündüğün taraflarımız hakikaten bu bekçiksizler. Mengü bizden ülgümüz, ustazımız. Rahmet dada. Amin Adem bu amdi rol ilişkegende gep ketmeydi. Lekin hamda her bir film kirgen vaqtimizda bu film bizga bir yangi to'yg'ularni ato qilishi mumkin. Men bu filmda bir kiriyoyish dokun icvagan bir tul ayolninki yolg'iz o'tadigan ayolning obrazini yaratdim. Intayin oddiy. Ayşem Hanım. Ayşem Hanım. ismi Ayşem. Ayşem Hanım. Men bu gerçi qisqa bo'lsa-mu, rolning cho'ng kichigi yo'q-da. To'g'ri. Men bu obrazni shunday yaxshi ko'rdim. Yaxshi hamkorlashdim. Yaxshi artistlar bilan birga bu to'g'ri filmga qatnashganimda intayin xush bo'ldim. Mening demoqchi bo'lganim mushu jafokash artistlarning har bir oqsab xizmat qilgan xizmatchilarning
rejissörümüzün əcri üçün ədidən başlap muş filmnin muvaffaqiyətli qoyuluşunu, şundaqla tordaşlarının yaxtırıb görüşünü ümid qılman. Rəhmət sizlərə. Rahmat jinimada Abdulla akamga numar qo'yish to'g'ri kelib qolsa, mush filmdagi rol ilishiga necha numar qo'yasizga nada? Biz qo'yamaymiz, siz qo'yishga eng loyiq ada. Onun numar qo'yamayman. Bunun numarini Xalq qo'ysin. Eslada. Rahmat. Undan Polatdan kelsin, Polatdan kelsin, cho'nglardan kelsin. Bizning mushu filmimiz qatnashgan mana har bir halqidagi xizmatchilar haqiqatan bu cho'nglang jidamdoq salmiqi eg'ir bo'lgan. Mana Polat Tursun. Cho'qim boshdan oxir qo'g'lab yurib ko'rimiz deydi. Rahmat. Vay, nima degan yoqdi. Rahmat. Bir qismni ko'may qoldi, chatoq chiqdi. Chatoq chiqdi. Abdulla akam dedi-ku, bilmay qolsizlar. Pul to'lab ko'rsakmi, hammamiz cho'qim ko'rimiz deyman deydi. Rahmat Jumo, rahmat. Vah. Bu kino 67 qismkanda toz ko'rimiz deydi. Yaxshi. Xayrigularda siz bek kamtarkansiz Jumo. Polat. Polat Tursun. Rahmat. Abay ma xayriguldam degandek. Asli biz talaylik ma'u. Ang talaylik. Shundaq ustozlarimiz, akadilarimiz, Abdulla akam o'xshash akamiz bilan Gigant cho'lponlarimiz bilan bundaq bir film qatnashish degan, mana shu men bilan tanishmagan kichik bizning ta'limimiz suyimli do'stim Islomjondek yaxshi rejissor bilan hamkorlashish bizning ta'limimiz. Bu filmni men ko'rib chiqqandan keyin hamma ko'rdim. Amaliyotda odat ajibi şici yo'q bir adam. Bu kinoda hozir aniq şici bo'lib qolgan chiqqan. Komediya tushmaganmi? Ko'rib shunga deyish qolib qilmaydigan ishim komediyada, kinoda ko'rib chiqqandan keyin o'zim komediya nimam chiqqan. Lekin turmushda shunda qiziqga qilsiz Polat Tursun. Shuna yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Tomoshabinlarmi cho'qim yaxshi ko'rdi. Chunki buningga bayon ustozlar degandek jiq ajr ketdi. Hamma ishqa ajr ketdi, ammo maosh filmga bekrak ketib qoldi. Vaqtni jiq ketdi. Yozda qishning ko'rinishini, qishda yozning ko'rinishini 12-oyda kostyum bilan olib qoldi. Ko'rinish deganini ishqa. An qiziq ishini mikat, o'chkasi qanaqa mavod sovuq suv ichib ekanmiz. Mursilib. Ey, ma'amalni bilib oldim ben sen. Shu og'zini o'chkasi bilinib qoldi qish vaqtlar. Uning muz silib suvni ichib yutib birdan tugaydi uning ustiga. Necha yig'iz parandan keyin yana o'ch chiqib boshlaydi qarang. İşçinizmi muz, deşinizmi muz? Pek cevap ama özümüzmü köygəndən ki razı olduq. Tomoshabinlar çoxum yaxtırıb gördü deb o'ylaymiz. Hammalarning qo'llab berishinglarni chin qalbimizdan umid qilamiz. Rahmat. Ay Polat, sizning rolingiz salbiy desak bo'lmaydi, cho'qim bo'lmaydi. Farday. Dadam pulcuk ama bir milyarderning balasi shunday emas. O'lmandisa, ay unmayzade dadam bilan. Bu Chiyajaning o'g'li. Karxonchining. Qarsizmi? Ay rolchi tasbirlandimi? O bilinmay bo'lib mundaq yomon. Kasbiy aktyorlar bilan, cho'lponlar bilan. Baxmagandan keyin shu teskari. Dastlabda o'ziga nihoyat bek besim bo'lganligini degan menga. Aka mushunda sal yurgim sep turdi, lekin sen ba desem herhalde xotirjam, bilmaganlarimni so'raydigan odam chiqqan. U bu dedi. Lekin keyin men mushu Yasinjon filmning ishliguvchi inim. Bu Yasinjonning ishxonasiga berib bolalar bu bitgandan keyin natcha ko'rdik. Eng oxirgi nusxasini ko'rgandan keyin Polatning yenjisi nihoyat yaxshi ekan. Mushu kinoda mush Polatning obrazini mush Polat o'ynash kerak ekan qasdi. Zada deb qoldim ya.
Manga şunda tuyuluvattamda sizler bir baştan ayak bir körüp bakыңlar köpçülük. Abdulla akamның деген Менің тоғыр дегенім ма қандақ? тоғыр ма, хата ма? Кеше зу емес ма? Bundan keyin күніп қалдыңыздар, ол алдығанға bundan keyin troll olsa, Rasmadım. Bu arada başını oynamaya da. xumur baş mıke bu rolga çıkış. Amma da kütü demez mi onlar rolunu da? Şu. Acep tələylikən siz rasa. Biz tələylik. Mən baxmışdaq yaxşı bir tündüy bilan həmkarlaşıb məşindaq suyumluq akadilərimiz bilan həmkarlaşqanımızdan özümüzdən rast tələylik. Mən bu tələylikən mən çünki mana muşundaq tələy ilgiləri var, bizdən kəsbi çolpanlarımız, peşvalarımız var, əlni söygən çolpanlarımız var, fəaliyyət riyasətçilik qılalığınım rast mənim bir təliyim ki. Əmsə, Mayra. Vay. Avazım pek çıraylı olğandıkın çıxıvatdı. Öz güzel. Avaz güzel. Yak. Ondaq əməsə. Biz çıraylık avaz muşunda bulamdık ki de Sincanlıdır. Hazır Polatkam degəndək tələylik. Biz həqiqətən tələylik desək bulduq o. Mən texim şunda oylayma. Çünki mən aktyorluqqa nisbətən mən bir kəsbinin sirtdiki adamda. Onun üstüge bu filmni işləydiği vaxtda Samcakamni esidim ki, mənim tizim usul məşq toytib, reptis toytib, tizim lipək çıxdı, pay tutilib, doktor meni usulculuk hayatımla xoşlaşqın deb, aşı putamni gips gep otlağa vaxtımdı. Ondan keyin sal yaxşılanish bo'lgan ki, bir qurbaytıq çıxsam, Mayraning put saqıyıbdı, mush rolga obraz düşətdi, kəsun dedi, aşı ağrıb putamda məmdi. Ve bu 20 yıl, 1 yıl cimi etip aramaldı da, meni səhindən xoşlaşıb degendikin, nimiş qılama deb, aldıraş işləp yürüp könəp bağa dem, iş çıkışıq edem. Nimiş qılam deb yürsəm, tuyuqsuz bu film çıxdı, şunçilik xoş oldum, hem de təlay deb, şunu deyimiz deb oylayma. Hem bu filmde birinciden hem de muşundaq aktyorluq sahəsi gigani çolpan akam, hədlirim, muşundaq İslamcı akam, riyasetçilik qıldı, muşlar rol ağan. Ama şundaq bir filmge çıxış məncə mənim həyatımda ya kildi ya kəməydi. Həm aslındaq bir özümün keyfiyyatımdan ait tövən, salamatligim yaxşı emas vaxtda mən bu film qatnışıb, adamın keyfiyyatı yaxşı olsa keselim saqıyıb getirgan çoğu. Meni doktor rasmi usulculuk hayatımda xoşlaşansa mən yeşüyəni beşimə keygendim zıqlab. Yox, mən yaxşı gördüm, çoxum qıldım desəm, yaxşı olub qaldı yəni bu filmdə şu çıraylı qədlərim, aklarım bilan köngüllik işləb jürüb, keyfiyyatım yaxşı olub. Lipəkdən çataq çıxqanlar İslamcı akamını izləb bu film qatnaşsaq lipək saqıyıb getirdigan. Mənim şunçilik ayıdı, məsələn, tızlanıb oturduğu yerlər bolsa, gilanatır yaxmayranın putuyumunda diye otdan üstündə işlib, şunçilik bir örümütüm, izzettim bilan, gerçi mən kiçik bolsam, bu sahanın sırtdaki adam bolsam, meni kiçik görməyəm, izzetləb. Şunçilik keyfiyyatım birinciden bək yaxşı oldu. İkinciden nurgun əslən ögəndim. Bundan burun andımda obraz düşətdi də bir filmlərdə 3-4 meydan, 5-6 meydan rollab sügən bilən ma film bir 60-nə çıxsın abayt əpetxandək 60-nə çıxsın boğandikine bunun içində kündə gerçi rolum bulmuşum Asiyada billi jürüb çoğlarını çətdə oturup görüp titrəb, təmtirəb nurgun əslən ögəndim. Özəmgə bir çeniqiş oldu. Ondan bunun yaratqa obrazmı turmushdagi o'zim bilan qarama qarshi. Men nurg'un kishilar deydi, chiroyim qarab bo'lsa, uyda ish qilamsa, tomoq etamsa deydi. Amaliyotda men uyning cho'ngi. Bekilqi shu qachonlos uy deb lam ota-onamning bir yekuni niklasdan deb hammasini qilmam deydi. Ma filmda bo'lsa bir aki qizning bir ota-ona bekinib oldiganlar, bir aki qizning obrazi. Buni ham deymish shu ustozlarning yordami, Islomjon akamning yordami bilan bu rolni ham deydi. Qilib. Kelamdan. Yaxshi alamsanmı? Ben çıraylarım sen nazıqroq şu ek çıray bo'lgandikin. Aptaldim ish qilib yaxshi oldu. Men shunchalik xursand bo'ldim, o'sha bir fursatni berganinglarga. Rahmat Islomjon aka, sizga bir fursatni berganingizga. Andan mush akadlarimning menga yordam qilib, meni mush aktyorlik jihatdan menga nurg'un bilimlarni o'rgatganga sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Oxirida mush ko'rmanlarning mush filmni yaxshi ko'rishini umid qilaman. Bu film haqiqatan endi 4-5 yil saqladik-ku. Biz artistlarni saqladik. Tomoshabinlarni nurg'un veybollarimga, oyunlarımga ayrım xatlarni yezib getirib, qachon qo'yildi deb hammadan taqozo olgan film atdan boshlab sizlarninki sizlarni o'ziringlarda bo'ldi, yaxshi ko'rishinglarni umid qilaman. Rahmat. Bu Mayra bir suratda qarab o'tasaqmi? Sizib qo'ygandek. Bundan keyin ham Islomjon akamni izlaydiganlar jixlab ketdi-da, hamda mush film tarqitilgandan keyin hozirgi bevos tarqitishimiz
tüggenden keyin ham yaxshi rollar bor. Muslimjon, Aslamjon deb. Sağlaydıqanlar hem sen yaratılan bu. Neçide on şey izlerdi. Ondan keyin bunda xilqi bir chiqib yo'qolib ketadigan ishlar bo'lsa, men bu yordamda bo'lay, chunki men u bizning eng nochi akıllarımız bilan, adillarımız bilan bir ekran chiqadigan shu bo'lsa, ayliq bir vaymay bag'u men tomoqni akab berib lamchu ketadigan shu bo'lsa mayli. Muşu talay bo'lsa-mi, nisb bo'lsa demakchi. Men kirib uy kirilib sayfani boshlasang uzraydi u. Sal jiqlaydi-ki, ondan keyin bu yerga yana bir aqallikni qo'shsak. Rahmat, chaqchaqa. Dilnur. Bu Atarzus filmida men Parizatning, ya'ni Xayrgul odamning qizi, Parvarning qizi Parizatning rolini oldim. Men mana shu o'zimning o'qituvchilik xizmatimdan voz kechib poytaxt Beijingga ketgancho. Shu yerda men toza uyda xiyoliy o'ttasam mening savodishim Samijon telefon qilibdi. Mana bir kino bor. Mush kinoning roliga siz chiqib qoldingiz, tezdan yo'lga chiqing deb. Men dedim, Ürümchida shundaq chiroyli qizlar jiq tursa, shunda o'g'ri qizlar jiq tursa, o'chaqdim toz samirib ketgan vaqtimda. Men bek samirib ketdim, uning ustiga bo'ldi. Men bu rolga tushmayman, Samijon. Yanala mana shu G'jutandagi shu artist chiroyli qizlarni tanlanglar deb o'sha desam, "Yo'q, qizlar siz chiqib qoldingiz, keling" deb. Shuning bilan men yana bir Islom Jakamda yana bir so'rab baqay dedi. Deganda shu bilan men bu xabarni bir 2 kun kutdim. 2 kun rostga qilsam yurgim minutiga 95 so'qidi ha. Meni alamu, ammasmi debchi. Shuning bilan o'zgarib qolammi deb undan keyin men o'yladim, agar mening peshonamga putilgan bo'lsa, cho'qim men borman. Agar putilmagan bo'lsa-mu, bak umid kutib ketmayman demishadi, yaxshi xizmatimni qilib, tangiy qilib qilaman dedim. Shuning bilan tuyuqsiz bir kun telefon qildi, yo'lga chiqing deb. Shuning bilan shunchalik hayajon bilan keldim. Kelsam Islom Jakan meni ko'rib lam rasmnikiga o'xshamaysiz-ku deb, rasmni bek o'riq chiqman-ku. Men shu butunlay o'riq qilib ketgan, pes qilib ketgan. Shunga o'xshamaysiz-ku deganda, shu men bek suyimizdim deb o'shatsam, bo'ldi. Kiyim o'lchanglar deb lam kiyimlarni o'lchab qildi. Shu kuni kelib lam tunji bir rolni oldik Aynur bilan xislat sanglamishkimiz. Endi u kuni bek Jubirni bek chiq ko'rib ketmagandim. Men bo'g'ini bilmaylam, xislat bilan rol olib qoldim-da. Ishiktimda kirsiz deganda, adabimda kirsam, "Voy, chiqa bir meniki chiqa ko'zim sat ko'ranmayman" deganda, men endi natijani bekor kelib ketdi, rostga qilsam, natijani yaqin men o'zim o'qituvchilik xizmati bilan bo'lib, men u aktyorlikda bek chiqqilik filmlarga chiqib qilmagan ekan. Uning ustiga poytaxtda Beijingda Fukan bilan ham ikkimizlarni yurib, adam ko'may, yolg'iz yurgan ekan. Askartib qo'ydigan yeri shuki, shu chiqa deydigan shiti u. Shaxsiy ziddiyat yo'q. Shuning bilan chiqa ko'zim sat ko'ranmaydiganda shu bilan uyim nimdatudu deb ochig'im kelib jo'yliqi men unutib qoldim hali kino ishigimni. Nimda qiraysan? Ochang jumalasniki, birini solmayman bir meni deb o'sha tilab ketdim-da. Tilab kelsam shundan ha, yaxshi bo'ldi ham. Bir qitimda ko'p bo'lib ketdik. Shuning bilan bu filmni ishlash jarayonida hamda nurg'un qiyinchiliklarni tatdik. Masalan, Abdulla akam bo'lsin, Xayrul odam bo'lsin, hamda bular bilan kunda birga Islom Jakam atayin soat 5gacha tong etib ketgan vaqtlar bor. Endi bizgu ishimiz kichik ko'tarib ketdimiz deb o'ylaymiz, lekin qanday bo'lmasin Xayrul odamlar u jafoga chidamdi deb biz bek ichimiz og'rib ketdi-da. Undan keyin shu filmni ishlash jarayonida men nurg'un narsalarni o'rgandim. Mayli turmush jihatdan bo'lsin, mayli kasbiy jihatdan bo'lsin, men eng oldi bilan mushadiki suyimli ustozlarga cho'nqur minnatdorligimni bildiraman. Bo'libmi, shu Xayrgul odam mening opam bo'lib chiqdi. Bu kinoda shu opam menga jiq narsalarni o'rgatdi. Men nurg'un yerlarda, masalan, meni mush kinoni ishlab bo'lgandan keyin uydagilar bir jig'in ichib meni maqtadi-chu. Dilnurning bak mijozi o'zgardi, sabr taqatchan bo'lib ketdi deganda, uni menga opam o'rgatgan dedim. Ash kinodagi opam o'rgatgan dedim. Shunga bu kinoga qatnashish mening bu hayotimdagi eng zo'r ta'lim deb o'ylayman. Chunki shuncha ko'p aktyorlarning ichidan meni bu rolga tanlab ishlatgan Islom Jakamga rahmat aytaman, tag'am Abdurahimga rahmat aytaman, opamga rahmat aytaman, qolgan barliq chapakash shu artistlarimizga
rahmat aytaman. Biz kechini kecha demay, so'g'oqni so'g'oq demay biz ilqi ro'laga yabak so'g'oqdi. Shu yerda ko'ynaklar bilan ilqi tizlarimiz to'nglab ketdi. Bir tarafdan insonlar bormi ilqi juvlarni kelib, yugab ilqi mashlarga o'tlarni qalab ashna qoqlinib o'tirib ketdik. Nurg'un qiyinchiliklarni tatdik. Hatta tamoqlarimiz kelsa yeydigan vaqt yo'q. Tamoqimiz suyib chaplashib ketadi. Ondan keyin chiqib tamoq yeydik. Shu men 3 oy birga qatnashibdim bu suyumlik qadrdonlarimiz bilan. 3 oy jarayonida men o'zimni cheksiz baxtli his qildim. Keyin kino chiqmagan vaqtda bek taqozolik bilan kutib man kelganda Xonxoning suyumi to'xtab qoladi. Men bir kinoga chiqib qo'yibdi ekan, ajab chiqmadi deb, "Akirdi balağı degandim. Desem, "Atislam qo'yildi, voy, men sizlarga baldiroq desam bo'pti-ku." Dedim. Shuna shaxsan men bu xushal, mush ekran oldidagi barliq aziz ko'rilmanlarniki, mush har bir kinoninki, shijelardan tatib tahlil qilib yaxshi ko'rishinglarni, undan keyin bizga madad berishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Hammalar shuni yaxshi so'zlaydigan kutibsizlar jumi. Yaxshi. Rasmiy ayliqi unda bulga beshdan o'tkazgan sho'g'an keyin chin hissiyat o'g'an keyin sho'lashqa mau yurakdan chiqayotgan so'zlarmi yurakka tegdi-da. Gulshan faqat bular o'zininki bir qurdin da'vat etdi. Agar rasmiy hikoyalarni so'zlab kelsa, jig'zor chiqishi mumkin. Noat kulkilar chiqishi mumkin. Shu boya birisi bundaq inkos qoldiribdi. Men bir er kishi mushu tor teatrining suratlik naqshi nusxasini tunch ko'rganda yig'lab o'zimni qat'iy tutamagandim. Hozirmi ham ixtiyorsiz yig'lab solaman deydi. Bayning yoq hammamiz o'zimizning jafo tatgan yerinde dedik. Lekin men shundaq deb o'ylab hozir qarab turib, hammamiz jafo tatqinimizni dedik, lekin shu bir cho'ng oilamizda shundaq xo'shallik kunlar bo'lgan. Ashada o'zimiz xo'shallik yig'larini to'kib solgan kunlarimiz bo'lgan. Shaxsan mening tug'ilgan kunim, Abdullahning tug'ilgan kuni shundaq shu yerlarda bo'lgan. Do'stlar chembirkida ko'rib turdik. Hozirgacha shu rasmni ko'rgan vaqtda, shu vaqtdagi xo'shallik bizga mangulik tarix bo'lib qolgandek esimizda bor. Kinoda en güzel eslimida, en güzel eslimlerimiz, en xo'shallik xuddi bir oila kishilarning apa hada, oy ukam degan ashundaq jaranglik ovozlar ichida shu film ishliguvchilarning shundaq chiroyli o'rlashtirish ichida rejissor Islomjonning bizga tuyuqsiz bergan xo'shalliklar ichida tug'ilgan kunimizni biz o'tkazolmay qoldik deb hayotimizda nurg'un tug'ilgan kunimizni o'tkazganimiz bilan esimizda qolgani shu bo'lib qoldi. Shuningga ashu xo'shalliklarimni shundaq degilar undaq hikoyalarni deb kelsak bugun tangat qilsak buldiga o'xshaydi deyman. Endi ashundaq yaxshi kunlarda qildik. Bayning yoqi voy ko'rib qo'yinglar deb biz shundaq iltijo qildik tomoshabinlarga. Lekin bu filmga bo'lgan ko'z qarashim o'zimning bu film har bir odam ko'misa pushaymon qildigan bir film. Bizning tavsiya qilganimiz ashularning tali, shular bir taraylik tomoshabin bo'lsa ekan degan shu tavsiyalarni o'tirib qo'ymoqchiman. To'g'ri, rost. Cho'qim ko'rish kerak. Cho'qim ko'rish kerak. Mardan Ben nimden Deyilganını asasen bizdeki ustazlarımız, rejissörlerimiz, kasbdaşlarımız asasen depoldu. Ben hem de radyo, televizyon tercih merkezindeki avaz artisti. Lekin mening kasbim aktyorlik. Özüm aktyorlikni bitigen. Sen şu yerdeki. Şu Aynur Xistat obrazını yaratgan Aynur'la bir savadaş, bir sınıf okugan savadaşla aktyorlikta. At Arzusi filmide ben Ekber advokatniki rolünü obrazını yarattım hem de şu Abdullah Kam'ınki advokatı hesaptam da bu ayınki maceragan da ben qo'shilaman da keyindiki ben düşündüm qalayim qilgan men ham de Abdullah Kam'ın da qilan anmada so'zimda da meniki obrazim shu ham de shu rol elish jarayonida shu Islom Jakam shu rejissyorlarimiz shu Abdullah Kam'da shu o'tagan barliq bizniki peshqadam artistlarimizniki yetakchiligida bu rolni ham de yaxshi o'ynadim deb o'ylayman hamda qolgan hamda ko'rgandan keyin shu ko'rmalar bir bayagan bo'lsa men hamda bu yerda bekchiq yaqlamadim hamda shu 60% men shu At Arzusi filmiga rol olganimdan o'zim shu filmda yaxshi mushtaq bir cho'ng filmga mushtaq rejissyorlarimizdan peshqadam ustozlarimizdan ham sizlarda kasbdoshlardan birga shu filmda obraz yaratganimdan o'zimni cheksiz baxt his qilman. Emanlarga köpten köp rahmetini bildirimen şimdi. Rahmet. Rahmet.
Merdan'ın rolü mü? Hala Amdan rol eken ha. Amdan mayza. Bu şu mening bilan ko'ngli yaqinchi bu balani. Ama qanda bir fursatda bu balani to'nib qilib, shuning bilan bu advokat balani o'zim advokat qilib olmadim. Men ba'zi o'zim hal qilinmagan masalalarni qonuniy jihatdan mush baladan yo'l so'rab, mening maqsadlarim bor. Farzandlarim bilan o'tirimizdagi mush mehr muhabbatni cho'nqirlashtirish uchunlar. Butun qilib yurgan ishlarimning hammasi shu. Shu ish uchun qanday bir amalni qo'llansam, mening mush aknaynaq balalarimni nayt bir ratlik, mening kutgan yerimdagidek mush aslida bo'lishga tegishli bir oilaviy mehr muhabbat muhitini yaratishim mumkin deb shuningga boshqa turib ketib, bu Merdanning kitobdagi obrazning ismi nima balam? Ekber advokat degan adam shu. Ekber advokat. Adamdan to'liq masala so'rab, ba'zida o'ng, ba'zi ta'tir ish qilib salib o'zimni-chi. Oxirida sizning dadangiz chaqchaq qilib sizga degandek, men bolalarimni az qilib salmasmi? Otta. Oyna qilsangiz aluli deb soladi o'chi. Bunda mezmunlarmi bor? Boshimda qilsak ayollarimi bor. Ma. Balamiz. Muradil mikrofon san keldi ma ufkam. Bekçeni qilgan bola bu. Mulla qatlagan bo'lsa, Mevlam baqa qasni. Qiyin avası başına mollaqdan başlaydı. Avaz çıktı mı ufkam? Mikrofon. Bey. Ha. Nima desem bo'la? Film tugagandan keyin bir qatam hammalar bilan o'sha yerda bir yerda o'ltirib hayajonda hech bormanda dastlabki. Rosa hayajon bu. Bak rosa hayajon. Men kunda ya 2 kunda bir qatam deb telefon qilib turdi. Aşağı hayajonni so'zlaydi. Bu bayama xayrlardan boshlab o'tgan ekan bilan dedim, ta'lay to'g'riliq. Hammadan ta'laylik bo'lsa, bu yerdagi eng kichik yosh artistlarning bir bo'lish suhbatim bilan men o'zimni darajada tashqari ta'lay desam bo'ladi. Çavcı ta'lay. Qanday qilsangiz, men o'qishni ham bitagan vaqtim. Aktyorning ko'ngli aktyor tushundu, bizdek yosh aktyorlarning shu vaqt qanday hissiyati bo'lganini-chi. Tekşe tulup taşkan bir hayacan bada. Ustozda hamkorlash emas, u vaqtda bir uchrashib kelib paranglashibmi, tanishib qilishmi, nasib bo'lmagan vaqtda aldirab qo'ydi. Men shunchalik bog'lashishim bu kollektiv bilan, masalan, tunji qeta men 13 yoshligimda millatlar ko'chisdan o'sha Oltin buloq tarafdagi. Kinoshiga manda bo'lgan degan ko'ygan vaqtimda Islom Jakamni ko'ygan. Tianshanji Shinongda bir kinosi bor deydilar, ko'p qismliq. O'sha vaqtda raylarimizda o'sha opera maktabga mashinada tushgan bir ko'rinish ekan. Kino montaj sevganda deb menga bir ta'siri cho'nqirdi shunga bu safargi o'rin debsam bilamiz qo'ymaydi. Shuning bilan bu filmga tanlab sinov ko'rinishga bordim. Islom Jakam ko'rib rasoq deb yuradigan qo'rqmaychi bir xil. Baba o'tamayman deb aytsak, gap qilib nima qilsam shu rosini bo'lgan bo'lsa. Jibirning xabarim yo'q senariyoga kelsa, bir kechalarni baqqa kirib qo'yganda, atrofimda gamisi gul. Dadam kim olsam Abdullah dedim. Ammam çoğutsam xeyridadan. Akşam çoğutsam Aynur adam, Mayra adam, Gülcemal adam, Amine artistlar işten kirdi. Kayba resim çıkıyor. Ben qarab turmam. Mening ko'zimdagi jumuqchi. Yana ko'zim uyquda manda ham shu. Yo'qma, vah deb shuning bilan ishlab ketdik. Endi bir kollektivda bizga eng ta'sir qilgan nima ekan desak, endi o'zimizning bundaylar odamlarni sizdan bek tirishayotganda ko'ygan vaqtda bu sizga bek ta'sir qildi ekan. Abdullah akamni deymsanmi bo'ladi. Menga eng ta'sir qilgan ishlar qanday desangiz qisqacha deb o'tsam, mush xayrullardan Abdullah akamdan davomli bilamiz. Chiqna sugatdi menga bir qatam bir dadam bilan ta'sirlik bir mo'ng'ishgan bir dialog bor. Xayrullardan o'zining mush damilish vaqtdan chiqarib, men deymsam bu qishiq akirib bir uyga menga gap degizga esingiz bormi? Menga gapni qarab, men daraq desam, menda bo'ldi deb. Çünkü o vaqt menga desim bor, men chunki men yaxshi kelamsan, men bola bo'lgandan keyin asos rolim xayrullardan bilan, Mayra adam bilan, Aynur adam bilan Abdullah dadam bilan men yaxshi kelamsan, bu cho'nglarimiz qaytib kelsa bo'ldi o yerda. Menga besim bek cho'ng rasla. Yapmaydim ba'zi vaqtlarda nima dedi. Lekin faqat menga besim qilmadi. Shu vaqtda shu dialogni men qayt degizib, endi bo'ldi dedi. Chiqqandan keyin endi mening osh vaqt saviyamga nisbatan yomon emas chiqdi deyman. Shu vaqtda rejissyorlarmi, xizmatchi do'stlarim bek Udan bo'ldi deganda quchoqlashishgan bek rahmat dedi desam, undan keyin bular bek tirishadi demaydi. Bakir kirsam Mayra adam o'zi usulchi,
Oş yerimiz cübrok oturup gelsin arayeni. İşkimizden şeysi var ki. Hı hı. Hadi de kirip öyle karsam işki pütügen manda. Pütügen tütüs peysos oturup şey cübrok karga. Oş yerimiz meşhur. Oş vakıtta tunjuk eten. En korkunçlu signal şu özünüzden yaxşı münevverlerden sizden bek tırışkını köygende bek jık ne sügünü oldu siz bir yer. Әммейден амаңа бәген тәсірі бәк яқшы. Мәрдан білем азыр қызметташып отырып атымыз. Полаккан кичик вақтын баштап амырақтым наштағып. Әмкарлаштым мені. Qaysi naqshisi amraqdan hozir degina. Çaq Terek postamda söylege yerim en amraqtın. Oy, Oğlum mana. amraqtın. Aşk hikayesi bek amraqtın. Mana uy Rus yaxshi ko'rdik ekan, mana sınaqdan o'tding qara. Ya ben Nakşintan'da ötemey aktörlük okuat kavakında aşağı. Polakkan nakşı üstü koygan beni 60 kayıtlardan. Vay olmaqlığı bunun gaplarını aldı alamay mı olmaq bola Rahmet. Şuna azırcı ben de bek obdan haber hep kevatıda aynı rədən bir şu. Bana Abdullah Usta adamı dedi ya bayan. Azırqıca gepişip durmaz. Bəzi gətən tek şolsan qalmay balam. Çenik batam sen ya. Şunda olub qaldı qara. Bu mening balam bo'lib qoldi. O'zining ota-onasi bamdir. Lekin biz dadı bala bo'lib qoldik. Ba'zida uyda maş balam deb so'zlasam, mening balalarim kardurdik bala, deydi. Ya to'xtanglar deyman. Shunda bo'lib qoldik qara. Alimning balasi. Shuni yag'ashda bo'lib qoldi. Dadov deb. Dadov. Biz işkimiz bek erkin paransımız çötkür. Zonkakta da atsa. Dep koygan. Şu muş münasebette əmmanlar yeni bir qitim rəhmətimni bildirib olay. Əmmanlar rəhmət. Rahmat. Acab yaxshi so'zilding sen mufkam jumush qilib hammalarning so'zlaringlarni bir qoldirib elib, sen degandek showsan qilib elib, do'stlar chamberkiga chiqarib yetadiganlar gaplarni qildinglarmi shu. Hozir shu har bir so'zlarni chiqarsak, hikmat xotirlarini bir qator chiqarib yetadigan do'stlar chamberkiga. Uningdan esil gap so'zlar bizning bugungi mush bevosita tarqitishimizda bo'ldi deb o'ylayman. Demisam mush Murodil degandek munavvar kishilar haqiqatan bizdan bakrak tirishqanlik uchun munavvar bo'ldi. Amaliyotda bekan munavvar bo'lib qolmaydi. Men bu ba'zida ishlayotgan vaqtimizda menda munavvar riyosatchilar bular nima ish qilmoqdaq munavvardi deb o'ylasam, ular har vaqt mendan burun keladi idoraga. Her vaqt qarsam ularning qo'lida kitob o'qiyotgani, mendan burun kelib kitob o'qiydi. Ondan keyin har vaqt kirishtirguchining yonida o'zining qaysi gapi bo'pti, bo'lmabdi, shuni tekshirib daftarga yozadi. Shuning uchun munavvar bo'ldi ekan. Mushundoq boshqalardan o'rganish biz uchun eng yaxshi dars. Rahmat jinim ukam. Amdi bir chiroyli qiz keldi-ku. Echinglar. Yaxshimisiz, Mukarram Qaysar. Men Atarzus filmi Sarana degan obrazni yaratmoqchi bo'lman. Endi bu kinoga qatnashgan vaqtda men imkon berayotgan vaqtim hech munosib men uchun bir intayin bir go'zal bir aslima bo'lib qoldi. Mushtaq bir isil ustozlarim bor, aktyorlikni o'rgatadigan. Lekin xatoni almashtirmaydi. Qasddan almashtirg'izdi. Shu banada bir paranqi vag'ispa operatorning. Xijilib kitidan dilish qoldim. Shu aş vaqt bek güzel aslim bo'lib qoldi. Endi 3 yildak saqladik bu kinoning chiqishini. Shunlashqa ko'rmalarni yoqtirishni umid qilma. Rahmat hammanglarga. Hozir o'qiyapsiz-ku? Qayerda? Beijingda inshootda o'qiyapman. Qancha yillikdasanlar? 4 chiqdim. Oy putrayda qapsiz hamsa. Shu chog'da imtihon berayotgan. Qaranglar, mana mush bola o'qish bitirdiganga yaqin aran chiqyapti-mi? Qanchalik ta'sir bir asarning maydonga chiqishi. Vujudga chiqishi ya. Sizmi o'zingizni talaylik his qilsizda? Bugun chiqmish talay degan so'zni. Rosa talay yulduz bo'lib ketdi. Bu talaydan agib ketadi doqa. Mukarram da tirishdi. Rahmat. Shu ammalar qarab tirishqim kelib. Bu qiz orası tali keldi. Bunun sebebini ben de birey. Bu obrazga biz Merkezi Tiyatro İnstitutu'dan bir kızın bekitip olgan. Biz görünüş alımız deydiğen, görünüş alımız deydiğen qıça aşk kız olup bağ dep oylagan. 2 gün kalgan çağda mektepten okuvchilarni sırt çıksı olmaydı. O'qishni qolib qoldi deydigan ish bo'lib qoldi. U vaqt biz qanday qilamiz? Boshqa o'rlashtirish qilib bo'ldik. Hamma yerning ko'rinish olgan maydonlarni hozirlab bo'ldik. Olgan maydonlarni bekitib bo'ldik. Birinchi maydonda zodi mish qiz
Rana degan obraz chiqdan ashpaydan bekitib qo'ygan. Beshimizdan tutun chiqyapti acha. Qanday qilamiz endi bu ani o'ylab baqdiq, mani o'ylab baqdiq. Bu birsi bizga tashqi qiyofatdan mishtak chiroyli, umoq, go'dak bunday bir obraz kerak. Ikkinchidan yosh nimasi Shuda shu obrazning yashashga yaqin bo'lish kerak. Chunki biz o'ylagan yosh arsida bir qarsam hech kim bo'zaqisi kelmaydigan, hammasi qo'rg'isi, asirg'isi kelgan bunday bir obraz bo'lish kerak deb bekitgan. O'ylab biz jiq o'ylayotganmiz, amniyatda yenimizda biz bir qo'rada bo'lmasa, biz kichik deb bilmaymiz, o yenimizga singlimizning bak kichik deb bilganmiz. Keyin nima qilsak, imtihon tayyorlab qo'yamiz. Kino nimasi imtihon tayyorlab qo'ydi. Ashta cho'mib ketmasa mayli. Aka paqani ko'rib qaydidoq. Bizning aqsab ishlaydigan bola aloqa qilib qildi. Ko'rdim. Shu dedim. Shu bo'ldi. Hozir aytlam beringlar. Manam deyim deyishimda bo'ldi. Qancha maqib baqmagan anchini bo'laydi. Qag'in biz ashar naq maydon o'zimiz ya'ni tarbiyalaymiz. Birinchi qidim ko'rinishi, birinchi qidim ko'rinishi, mish filmning birinchi ko'rinishi mish qiz oldim boshladim. Tuyuqsiz nim isim kep qoldi desanglar, mush yaqinda tor dünyasida har xil cho'lpanlar endi keyin maydon chiqyapti. Endi bu tor dunyosi mayli doying bulamdi, havzam bulamdi, kayshow bulamdi yoki undidar bulamdi. Hammasi mush davrninki yuzlanishga bu bevos tarqitish bulamdi. Hammasi eng yangi iqim, eng yangi yuzlanish. Endi mush fursatda mush eng yaxshi sakindan foydalanib tor cho'lpan bo'layotgan bolalar bularni tanlaylik. Lekin tor cho'lpanlari cho'qim diqqat qilish tegishli bir qancha taraflar bor deb o'ylayman. Mana mushu bizning sahnamizdagi cho'lpanlar mening qalbimda, ekran oldidagi ko'rmanlarimizning qalbida haqiqiy cho'lpan. Chunki mushu cho'lpanlik darajasiga chiqish uchun qanchalik tirishdi. Har bir qadamni eng mazmun, eng chin, eng mukammal dasiganlikdan kasbiy jihatdagi bilimi, iqtidori, talantli emas, eng muhimi odamiligi, mijaz xarakteri, güzel axloqiy fazilati, hozirmi mana tirishni, o'rganishni bo'shash turib qo'ymaydigan ro'ydan o'rganishimiz kerak bolalar. Cho'qim mush o'ringa chiqdinglar, to'r cho'lpanlar bo'ldinglar, lekin bu o'ringa chiqish oson bo'lgan bilan mush o'rinda uzun vaqt dastlab turish, mush cho'lpanlarimizdek eng uzun vaqt mangu xalqning qalbida turolmadik. Cho'qim o'ylanishga tegishlik masalaga hamda meningmi o'ylanishga tegishlik bir nuqtamkan deb o'ylab qoldim. Rahmatjimi bir katta o'rganish bo'ldi bugun hammamiz uchun. Endi mushundoq bir yaxshi filmning vujudga chiqarish jarayonida, shundaqlar qo'yilish jarayonida bizni qo'llayotgan shirkatlar, korxonalar intayin ko'p. Mushu munosabatdan foydalanib bizning mushu filmimizni, ya'ni Tor teatri Ata Arzusi filmini qo'llagan, tajdorligini olgan, alayda hamkorlashgan, uzundan beri bizga kuch, madad, mehr, muhabbat berayotgan barcha korxonchilarimizga yana bir qatim minnatdorligimizni bildiramiz. Endi bizning bugungi mushu naq maydonga bizning eng isil mehmonlarimiz qadam tashrif qildi. Ya'ni filmimizning tajdorligini olgan, shundaqla alayda talab qilgan, alayda qo'llagan shirkatlar bor. Diqqat qilinglar, unda bo'lsa endi e'lon vaqti ya. Ya'ni Ata Arzusi Tor teatrining tajdorligini olgan shirkat bo'lsa, Dilkan xalqaro savdo cheklik shirkati. Shahnaz qizg'in qarshi olamiz. Dilkan xalqaro savdo cheklik shirkatining qurg'uvchisi. Shahnazning yurak so'zini anglaylimi? Qani mikrofonni yetkazib bergan bo'lsanglar, bolalar. Shahnaz Abdullah. Voy. Oh. Sevimli ustozlar, barliq mehmonlar, barliq ko'rurmanlar, yaxshimsizlar. Men Shahnaz Abdullahdan sizlarga o'tliq salom. Bugun mishada Şinjan Dilkan Xalqaro savdo cheklik shirkatimizga vakolatan so'z qilish fursatiga ega bo'lganligimdan intayin xushal bo'ldim.
Özümüzün şirketinde özsem, şirketimiz yakında en yeni mahsulatını bazağa seliş alıp duruyordu. Barlık köpçiliklerinin köprek kollap, kuvvetlep verişini için köngümdün ümit kılma. Elbette Şincan Dılkan Halkara Soda Çelik şirketimiz tacdarlıqdaki hemmimiz uzundan bu yan taqaza buluvatqan, kütüp kelivatqan Ata Arzusi namlıq tor televiziya teatri qoyulmaqçı bulatıdı. Hemmimiz intayin xoşa bulduk. Elbette şu tor teatrınınki texmi oңuшлuk, texmi zor neticeler erişini köpçilikni yaxtırıp görüşünü ümit qılma. Ustazlar, mənlər, cəbəcəkdanlar, hemmimiz anlap oltadık və hayacanlandık. Rəhmət. Rəhmət. Bu filmni tajdarlığını öz üstüge algan Şinjan Dılkan Halkara Soda Çelik şirketi. Əmdi tajdarlığını öz üstünlük ilişinlardaki en mühim sebep. Bu film çokum alkışqa erişdi şundaq o. Muşu sebepten başka yana başka sebepler var mıydı? Şahnaz? Bu tiyatrın tacidarlık kılışımızdaki sebep elbette birinci bulup bu filmni dadam çıktı ya. Xoş, yaxşı ya. Pek suyumluk. Elbette dadam şu filmge çıkış jarayonida, bu filmni tatish jarayonida men uqib turdim pek Çapasını şundaqma. Elbette dadam tatqandan keyin boshqa ustozlarmi shundaq chapalarni tatish jarayonini boshdan kechirdi. Shundaq ustozlarning shundaq chapa singdirishida, ter aqtirishida bu film vujudga chiqdi. Shunga men shundaq çoğu ustazlarınki çoğu ustazlar çıkan şundaq film çoğum zor neticeye erişdi dep işinip şundaq şenç bilen tajdarlıqni aldım. Vay yaxşı. Çin yürekten çin sözde her bir söz, her bir cümle şunçilik o'rinliqqa naq joyida. Biz ma televiziya xizmatida bir ortiqcha yerlerini kesiytimiz deydik. O kesiydigan yeri yo'q. Naqlam joyida shunchalik o'rinliq bo'ldi. Rahmat. Abdulla aka to'liqlaydigan mazmunlar yo'q-ku, ha? Yo'q. Rahmat. Bu o'zaro qo'llash-ku. Demakchi, endi mushu hozir yani men bir ishga qiz gap qilayda. Oldimizda masalan bizningki Mo'tivar shirkati, Mao Nazifa shirkati, dediki ballarımı ba, inelerimiz, sanalarımız ba. Mesela bugün birinciden bu Dilkan şirketinin vekili Şahnaz'la müşahede aşı akayetlerle bir yerde otağından ben nahit pek hayacanlandım bunun. Bu mu çoğun oldu? Aşı akayetlerinin katarısı bu şladı ügünü vardı da bir xil hayacanlandım. Yani birisi bizning bu işlerimiz. Ben bir ömür muşu sanat sayesinde muşu dostlarımız bilen bir hizmet qilib kelyapmiz. Hozirgi davrda bu mushu korxonchilarni qo'llab-quvvatlashdan faqat arilamaydi. Balkim bularmi yaxshi artistlar chiqqandan keyin men o'zimning maslahatimni mush orqali tunutay deydi. Yana bir tarafdan shu balla ashu o'zining shu roli orqali bizning san'atni, jumladan mushu televiziya teatrini qo'llayotdi. Agar bularning qo'llash bo'lmasa, biz bozor yuzlangan bunday sanat hadislerini vücudga chiqaramaymiz. To'g'ri. Nimaga tayinimiz? Har qitim bir muncha pulni sarf qilib televiziya teatri, drama, naqsh usul degan narsani chiqarsak, uningga bir qaytib keladigan qo'ybo bo'lmasa, iqtisodiyatdan yar yo'lak bo'lmasa, biz to'xtab qolamiz shu. Jiq bo'lsa bir ikki qitim tirishib qilishimiz mumkin. Bu manba uzilib qoldi. Demak, sizlarga rahmat. Mayli Dilkan, mayli Mo'tivar, Nazifa, yana bir necha shirkatlar var. Hammanglarga ko'p rahmat. Rahmat. Bizning Ata Arzusi tor teatr filmimizni Nazifa Ashxon yurishliklari alay talab qilgan qanday bo'lsa bizning
Yaxshimi ko'pchilik shu naq maydondagi ustozlar, ekran oldidagi ko'rinmalar. Ata arzusi naq maydon filmning qo'yilish marosimi qatnash bo'lganimdan aytib faxrlandim. Azroq hayajonlandim. Abdulla akamiz bizniki marka mötverimiz, marka obraz vakili. Aynur Ahmet bo'lsa bizniki Nazifa, Nafisa, mahsulotimizniki obraz vakili. Bu ikki ustoz bilan hamkorlashganimizdan bizni aytib xo'sh, bular o'ziniki fazilati, mas'uliyatchanligi bilan bizning Nazifa markamizga texmo, mahsulotimizga texmo o'sin qo'shdi deb biz Nazifa shirkatiga barliq xodimlar bizniki hamkorlashuvchi vakolatchilarimizni aytdi. Xursandni aytdi xo'sh. Bundan keyingi Abdulla akamizniki mishad o'ltirgan barliq ustozlarimizniki, akalarimizniki ishlariga barakat tilaymiz. İşlerinizler texim oğuşluq bo'lsin. Salomat bo'linglar. Ata arzusi filmnami ko'pchilikni chuqur yaxshi ko'rishiga erishdi deb o'ylaymiz, chunki hammamiz shu arzudan men bu taqozolik bilan adilki filmni ko'rishga taqozo bo'lib turibman. Ko'pchilikka rahmat. Rahmat sizlarning qo'llığınızlarga rahmat. Suyunib turibdik. Mötver şirketi ishlab chiqargan Acil Çaş Yüz Yoxluqi və Gülüm Ayallar Tazlıq Qağızı bu filmni alayda qollagan. Əmdi muş münasibət bilən mötver şirketiga şundaqla qurğucusu başlaydır. Taşqamğımı minnətdarlığımızı bildirimiz. Aqaqini. Aval men şu Ata arzusi tor teatrga rol algan barlıq çolpanlarga şundaqla ekran aldidiki şu Elkuyi biraz tarqıtıb şu bugünkü naq meydan tarqışını görəyotgan barlıq dostlarga keşlik salam yollayman. Rahmat. Managa ali salamlar olsun. Rahmat. Abay Niyazi şu Xayrgul xanım Abdulla akam maqağanlarniki hayajan bilan degan gaplardan bizmo şu kinoga hamkorlashib bo'lganligimizdan biz bunday o'zimizni ta'laylik his qildik. Ras Abaynazi o'tirib hayajonlanib angladim shu sizlarning gapini. Demakchi, shundaq bir yaxshi filmga, shunday yaxshi bir to'r televiziyasiga hamkorlashib bo'la olganligimiz bizning ta'layimiz. Chunki hozir jamiyatimizda shirkatlarning aytib ko'p. Hamda har shakldagi ilan tashviqot yuradigan usullarim bor. Lekin manda xalqimizga bir xil tarbiya ahamiyati va bir film bilan hamkorlashish menimcha bu bizningki ta'limimiz. Undan keyin bu film masalan turmush to'g'riliq ishlangan film. Turmush bir odamningki 70-80% vaqti asosan oilaningki baxti shu kishiningki bir turmushida baxtlik o'tmaganligini ifodalaydigan bir asosli omil. Demakchi bu şu jamiyatdagi cho'ng kichik qariyash hammadamga taqishadigan bir soya. Shuningdek buniki ko'rinmalari intayin ko'p bo'ladi. Ishimiz bu kino xalqimizni yaxshi ko'rib ko'radigan ham xalqqa yaxshi bir ta'sirlarni Abdulla akam degandek har bir odamni bir o'yga sola oladigan bir kino bo'ladi. Shunga bu kinosimizniki bozorlik kino bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Rahmat. Onun başqa Mahmud Çayları, Ürümçi Hayat Soda Çekli Şirketi, Qarlıqaş Ali Sopunçılıqı, Şinjan Parilar Xalqara Soda Çekli Şirketi, Şinjan Kamalat Biopentexnik Çekli Şirketi, At Arzusi Tor Teatrını qollagan. Qolladı muş münasibət bilən barcha karxanchilarga, shirkatlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Bundan keyingi barcha ishlaringizga zo'r utuqlarni tilaymiz. Rahmat sizlarga. Ko'pdan ko'p rahmat. Vaqt munosabati bilan har biringlarning yurak so'zlarini anglab bo'lamidik, lekin bundan keyingi bevosita tarqatishlarda, shundaqla sizlarningki har qanday xizmatinglarda biz sizlar uchun tayyor. Rahmat sizlarga, chunki bizni butun kuchinglar bilan, aqidanglar bilan qo'lladinglar. Rahmat sizlarga. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, mana bugun mushu daqiqada biz hammadan ta'laylik deb qarayman.
Chunki sizlardek esil ustozlar, esil korxonchilar bo'lganligidan biz bu filmni ko'ra oladigan bo'ldik. Rahmat sizlarga. Albatta bizningki hozir pek güzel, chiroyli inkaslarımız keyin-keyindan chiqadi. Rahmat Amri. Chunki hozir ekran oldida ko'rayotgan do'stlarimiz bekchiq ko'rib faqat inkas yozmaydilarmi? To'liroqku deyman. Bizmi ko'rgan vaqtimizda inkas yozmaydi ekanmiz. Bundan keyin men inkas yozman deb o'yladim. Chunki bu faoliyatni ilib berayotgan qatnashchilarga haqiqiy bir madad bo'ldi, ilhom bo'ldi, kuch bo'ldi. Shuning uchun ko'rib, yantul yatmay, chayni ishkash cho'qqin bir inkaslaringlarni yozib qo'ysanglar, biz texmo hayajonlanib sizlar uchun eng yaxshi holatimiz bilan xizmat qilishga tirishchilik ko'rsatamiz. Amsa bugun bizning bu bevas tarqitishimiz alkuyi bevas tarqitish subsida ilib berilyotidi. Boya degandek do'stlar, to'xtamay do'stlar chamberkiga ham bahirlash orqali, to'plarga yo'llash orqali mukofotlarimizga erishishinglarni chin yuragimizdan umid qilamiz. Chunki sizlar uchun katta mukofotlarni tayyorladik. Undan boshqa Ota Arzusi to'r teatri faqat va faqat qayerda qo'yiladi? Köznekte. Mani bir ikkimizni hozir dialogimizni bir tatib shoshqin chiqarib aytgan bo'lsa, dehshat tushdi. To'g'ri, ekran oldidagi qadrli ko'rmalar, to'rdoshlar, bizning Ota Arzusi to'r teatri faqat va faqat ko'znakda qo'yildi. Dubo. Onun başqa hamda do'stlarimizga tavsiya qilib qo'yishinglarni, yaninglardagi hammalarning bilishini mana bu shunaq esil katta bir noch film maxfiy qolmasin. Bo'lamdi. Amsa bir o'yin o'ynaylik ya. Ya'ni o'yin o'ynasak bo'ldi-ku, ballar tayyorlanglar. Voy, yosh bolalarning tayyorligi bor. Mana. Bizning ustozlarni avar qilmayli bu o'yinga. Shundaqmi aka? Dado. Men qanday qilaman deb o'tirgan. Lopuldab eshagi chiqamanmi? Ya bu ish Polatdan boshlasin. O'zni yosh chaqlaydiganlar, ham yosh deb o'ylaydiganlar. Ya'ni birinchi o'yinimiz bo'lsa, ekranimizda bir xatlar chiqdi, so'zlar chiqqandan keyin biraylan harakat bilan ifodalab berdi ekanmiz. Ya'ni biraylan bo'lsa shu so'zning nima ekanligini deb berdi ekanmiz. U ko'may turamdi ekan birisi. Birisi ko'may turdi. Birisi xatni ko'rdi. Yana birisi faqat harakat orqali qatnashdi ekan-da. Unda bo'lsa ikki odam qatnashdi shundaqmi? Harakatga ikki odam qatnashdi. Boshqalar topdi shundaqmi? Harakat ishlaydigan ikki odam qatnashdi ekan. Islomjon aka, shu yoshlarning ichida kim eng yomon qaltis? Eng yosh mushkisi bor mana. Muradil bilan Mukarram shikisi harakat ifodalab baqsin. Anda biz topamdik, biz hammamiz shundaq qo'y bolalar. Vay. Shinxo bormi? Shundaq qo'y. Amsa Mukarram bilan Muradil shiklar javob tatadigan bo'ldinglar. Beden tilinglar orqali, beden harakatinglar orqali ifodalash mahoratinglar orqali bizni ko'rsatib beringlar bo'lamdi. Cho'patadigan bo'ldinglar. Amsa biz uning nimaligini bilmaymiz shunda. Biz bilmaymiz aka. Bular bilib olib, shuni bular bilib to'g'ri. Harakat orqali ifodalab berdi. Biz mayaq qarab turamdik o'cha. Biz o'sha qarab turamdik. Ekran qarmaydi ekanmiz jumo. Ballar ko'rib bo'ladi-da. Masalan, bizning shirkatning rahbarlari ko'rib bo'ldi ekan. Lekin sizlar demanglar, depamanglar. Muradil bilan Mukarram tursi bo'lamdi hamdi. Qani. Muradil bilan Mukarram kinoni boshlaganlarmi mushu? O'yinimizlar boshlab O'yinimizlar boshlasın. Ekran qarab turinglar Muradil. Qilib asal o'ylashib olinglar. Amsi mikrofonni elib olamsizlar. Qo'linglarga mikrofonni Gap qilib deb qo'ysan qanday qilamiz? Ovoz chiqasin bo'ldi. Shundaqmi? Yana qanday talablar bor? Ovoz chiqasanlar bo'ldi ekan. Shu so'zlar ifodlanmasa, bir ilqi tushunchib beraytamsa ya, fikam. Bir so'z yoki bir jumla bu ya bunda holat yoki nima? Ovoz chiqmadi. Ya maqol tamsilmi? Ma mikrofonni ishlatamdi, fikam? Ho.
O sözme emas, maqal temsili emas. Nayt sabık edi, boğan hürmet sazadan bir gepke. Bir gepke hürmet sazavar. Haklılık desem, olmaydı maqal ayrı Ha, buldu, ha. Mikrofonga, ha. Amsa ma, Kerem işimizgemiz ve kız bir oğul. Ha. İşimizge kendisini Ma'qul. Hozir bilsam, nimish tushunimdan Xotin bu tumoqni zo'labmi, setib baqdiq, e'lon qilib baqdiq, degan xat olmadi. Qarg'an shu biz bilan yo'g'irgan shirkatning hammasini shu maqsadda yaxshi o'g'ashqa, o'nligini oldiga o'xshaydi. Bo'ldi biz beri boshqa ish qiziqli bo'ldi. Yillar bir-birlab o'tdi yana, menmu kiyib oldim to'qimba mana, kaysan deyman issiq tumoqni, jitilg'icha 500 yilgina. Ay bu ismmansa Abdülkerim ablanız. Ama yok hayır bu için. Ya nega shunday yaxshi ish badilding. Rahmat. Simken. Ben Mukarrem'de Abdülkerim'in ayağının ruluğu çıkıdığına okşaydı. Sen geldin. Bir son geldiniz. Bu bir hayvan. Doğrab tut beraylik asanka. Xo'roz, to'g'ri xo'roz. Xo'roz. Bo'ldi mi? İkisimi? Yana badu? Başkalar mı oynar? Biz de oynayalım. Ya hazır yana bama. Ha unda bo'lsa endi Dildor qildi. Az Mayra bilan Merdan chiqmoqsizmi ya? Ha, Mayra. Test uyanken bu. Rosa. Bu 2 yosh bolimi aşında test qilgan qaraganda. Mayra Merdan sizlar ishimizni. Gap qilmay baqsana bular. Gap qilamiz tugaymiz biz bu. Gapimiz tugaydi. Ha, gap qilsanglar buldu cho'qim harakatlanmasam deya. Shu so'z chiqmislar? Ha, buldu ha. Bu bir ilqi holat. Holatda bizning holatimizni sanab. Hicillik mi? Azaptan kurtuldu mesela. Hicillik. Ha yana bayken. Yani bir sıra Bir muradı köz olmaydı ha. Bugün bu adamda soğuk içimlikler var ki ya başka. Soğanda adette nimiz salametlikке bekerek paydılar adette. Kaynak su. Tüydü mü? Oldu mu? Ya yana birini hem sen yana birini hem. Ya sizlerin işbadalar pek yaxşı ya. Kınıyorlar tamam. Polatkan çıksı buldu. Polatkanla denir adam. Ya bu şu birini. Onun diye yana bağı ha. Birini ya Merdan. Merdan bu da. Çıktı mı ekrana? Çıktı mı? Şuraya yüzlep git. Hizmetçi xodimlarga bir xil qapoq turik holatda qarab soldi Merdan. Ha. Bunu ötküzetli bulanma ya okuyor deyman. Bu Ya bir isbotlab baqsaq bo'lmaydi. Nimish qapılsa ulağa bu eshakni chiqaribmi? Ha. Bu ne? İşkimiz bir yapınca duyqaqsa bo'lgan şey. Ha. O rejissorlama qalsa rejissorluq o'xshamabdi bunlar. Ha. Öt 2-1. Sakuragi. Bu qanday gap bu? Buni kim topalaydi?
Sakuragi Hanamichi degan qanda ash rejissor tepasini mushni qanday qilib deb birdi ekan. Qanday o'rin? Rejissor bir ifodalab baqsin mushni. Talab. Ha, qani sehrimizga marhamat. Qanday mushni topqildiganligini bir o'qib qo'yaylik. Ha. Sizdan oylig'ingiz nima? Ha. Unda desangiz biz lanchurchi deymizda. A mikrofonga. Luq paychon yujang ashlan chiqamda. İgiz kızılçaşlı Yapon'unki, onunki hareketten birini kıssanız. Paychon yujang. Ya o emas, men yoshlar bakrak bildigan. Karton film bor. Karton film bor. Karton film bak ko'rdigan. Yo'q, başrolning ismi nimte? Hanamichi. Mushuma? Aql qara. Bu hanzush nimdaydi? Davlat o'rtaq tilda. Hanamichi. Ha, shu Yingmu Huado degan bo'lsanglar, bakrak oson topa olaydiq deyman, Yingmu Huado. Biz hem de kişimiz Uygurca'nı görüp çabuk. Ha, biz ham de davlat o'rtaq tilnikini bilganmiz. Uzun qizilchashliq David deb anda har ikkisini qilib gap qilsanglar bo'ldi ekan. Uzun emas, İgiz kızılçaşlı. Igiz qizilchashliq ha, Yingmu Huado. Uni bek biladi bollar. Bu igiz qizilchashliq. Am seni birini ya Merdan. Yo'q, yana birisi. Birayimiz gap qilsangiz. Ha. Kings ya, tezroqqa bollar. Biz ko'sak olmaytiramiz. Chiqdimi? Ha. Ha. Fakat şaştık bakalım. Ertesi olab. Sekri deymiz. Sekrimamsa va qaylab buyurdik bu. Sekrimamsa. Tuçu? Kim ha? Acep testirman ke qildi. Ya sen ondan topding. Andi qancha spavka? Endi o'tib ama. Chigidi. Ondan sonra Dilnur bilan Polat chiqmay amal yo'q. Ya. Alo. Ha. Ha. Mikrofon Dilnur'un beraylik mi mikrofonni? Beraylik. Ha. Hem anılarının özünün balısığı tutkan bir makal temsil demdik. Ha, yo'q, to'xta, nim bo'ldi? Ha? Nim deydi? Nim Mudaklık yani. Çıkıp bir anının özünün adette deymiz. Perzentliği olgan bir davamlı kışıltıdığan bir makal temsil. Özünün balısını yaxşı görüldü anılar. Kırbabalam. Yaxshi. Ha, yana bor ha. Bundan işte qutquzayli. Ha. Jubaji. Garip seyahat. Garip seyahat. Sizlar yaxshi ekansizlar buni. Harakat ishlamaylar. Tuydimi? Yana baka chiqdi ya. Tuydimi? Ha, rahmat. Rejissor o'zimga ish topdi ekanmi deb qoldi. Rahmat. Endi Am qanaqa qiladi to'fkam? Endi ketimiz. Yani bakemez vallahi qarang. Ay, Fukam endi mukofot chektalaydan yerimiz keldi. Yani bir sandıgımız bor. Mushning ichida biz do'stlarimizga sovg'a qildigan mukofotlarimiz bor. Qani sandıgımız? Vallahi. Sandıgımız. Jo'zun, biz tatamdik hammamiz. Mush meni oldimdimi? Ha. Tatbiqini. Ha, bu mana. Bu rasmiy, voy, rejissor. Yaman qizgansizmi? Ey, apangiz kimmi? Ya men yanchig'imdan turib baqayim bir narsa chiqib qolamdi. Ya'ni qanchini tanlaymiz? Yana bir nima? Matrap yangdi shundaqmi? Ha, o'ng tarafdagilar yanganlik uchun sizlar tanlaydigansizlar. Ya'ni mana meni o'ng tarafimda o'tag'an bu mehmonlar sizlar shu birinchi bosqichlik o'yinda yanganliginglar uchun mushuni mana mukofot.
Ya hazır ay muşu rejissor aşda ağırlaştırdı. On taraftakiler Ya kalkıp biz gelip. yengem bulaylı. Meslenge. Ha yapmadı. Ya şunda Şunda eniq ko'rsatdim, ayak yengibdi mana. Qanchani tanlaydi? Har bir aylan birdinmi? Ha, bo'ldi undan har bir aylan birdin aka. Samjaka avarqildan bo'ldim. Endi uni qandaq beramiz? Yevitsizlar. Başlama. Kim mushu mehmonlarning mukofoti bo'lamdi yoki ha? Mukofotga bu bizga. Mukofot mundaqga. Hozir hammanglar diqqat qilamiz, ya'ni ekran oldiga ko'rmanlar, to'rdoshlar sizlar diqqat qilsizlar. Endi ekranga hammanglar bir deb bossizlar, bir deb yarsan sizdiki J1 deb bossizlar ekranga. Bosgandan keyin undan keyin ustozlar, ya'ni Abdulla akam 1 2 3 degandan keyin to'xtaydi. To'xtab undan keyin biz to'xtatgandan keyin shu kimning rasmi chiqsa, shu undidardagi shu bosh surati chiqsa, shu mukofotga erishdi. Shundaqmi? Qanchaylarga beramiz? Hozir 5 aylarga beram. Hozir 6. 5 tu, hozir 5 aylan tanladik-ku. 5 aylan. Unda bo'lsa? 5. Ha. Unda bo'lsa bir deb besishni boshlanglar. Mening telefonimni qilamdik, kimnikida qilamiz ukam? Sizlar qilsizlar shundaqmi? Ha, bo'ldi unda bo'lsa. Abdulla aka siz 2 3 deb. Ha. 1 2 3 Bastok. Birinchisi. Ha, yana ha. Bo'ldi. Boshda mukofotni e'lon qildik ekanmiz. Ya'ni birinchi do'stimizning hozir mukofoti Abdulla aka. To'xtadimi? To'xtabdi. Hozir to'xtagan odamni qanday kimligini uqmaylar. Ili o'qiyveringlar deydi, ili deb bergan. Nazifa oshxona yurishliklari bir yurish hozir chiqqan kishiga. Do'stimizga, unda bo'lsa, sal turib ekranda biz e'lon qilamiz, ya'ni Inkas rayonida e'lon qilamiz. Islomjonko. 1 2 3. Niyat chiqamdi debdim men. Buya chiqmaydi. Inkas rayonida ashni. Ha. Ani ha. Bo'ldimi? Mahmud Qahvasi 5 quta. Mahmud Qahvasidan 5 quta. Yaxshi. Ha. 1 2 3 Huzur tөгüsüde etken çiğdin 10 quta. 10 qutga. 10 qutga etdi. 10 kungacha endi sutakrimizni bo'ldi. 1 2 3 Ko'znak qutisidan birga. Mana mush ko'znak qutisidan foydalanib, filmni ko'rdim. Atarzusi to'r teatrini ko'rgan bo'ldi-da, yaxshi. Mardan 1 2 3 Göznek aylık eza deydi. O mu buldu? Bu mu yaxshi? Aylık eza bir ne deydi? Aylık eza bo'lsa ko'znakdiki hamma filmlarni ko'ra oladi degan gapda bir oyda bir oylikni Bo'pti, az bo'lsin naq. Keyin qitimliq faoliyat qatnashsangiz yana bir oylik erishib qolasiz. Rahmat qo'llig'ingizlarga. Boyaning yaqinmush Inkas rayonimizda to'xtumay Inkaslar kelyotdi Abdulla aka. Abdulla akamiz bir naqsh aytpasa bo'lar edi deb. Shunday odamda. Bugun jibochilik qilmoqchi bo'lgandik-ku. Jibochilikqa bir qatnashib boqmoqdi ekan, bugun qatnash qilib kelgandim qarab. Yonib naqsh ishlaydi ekanman men bugun yana. Biz endi naqsh etsaqmi, ya'ni mush o'zimizning mush maqsad muddalaridan jiroq ketmayli deb qoldim. Gulshan. Baydan beri nihoyat yaxshi paranglashdik mushu kino. Biz tuvanda ko'pchilik sunmoqchi bo'lgan filmimiz to'g'riliq so'zlashdik. Shunga yana mushu filmning naqshidan birini aytib beray ko'pchilikka. Biz mikrofondan bir bagina so'g'in ketay. Men o'rib turib jugrab yursam, bu yoshda cho'ngib qolganda toza yaxshi bo'lmag'idek. Ammo sanimi absizroq turdi. Mishat o'tirib aytib versam qanday deysizlar?
inkasni nima deb qarab turibman shunga. İnkas bir qaraytaya. Ustaz naqshi o'qib bersinchu deb hozir boradi chunki 30 sekund vaqt bor emasmi biz so'zlab bo'lib ko'rmanlarimizning huzuriga bag'icha. Bulinglar tez yezinglar, tez bo'linglar. Bu kinoda o'zi unda ikki naqsha aytdim men. Birisi sizlar anglagan naqsha. Ata arzusi kinoning asosiy naqshi. Yana bir naqshi bor. Buning da kinoning nima deymiz rejissor ashina? Yandaş. Piyanvi tushusini. Oxirgi naqsha. Har qismning oyig'ida chiqadigan u naqshimi yaxshi naqsha ablat inim yozgan unimi. Mushu İlhamcan deydigan bir shoir balamiz bor. Mushu kinoda Yasinjallı'nın qo'l putuga putulab жүрген. Bu shoir balamiz mushu kinoni ishlash jarayonida jiqjapa tatdi. Pek yaxshi inimiz. Burundan tortib mushu she'riyatga qiziqadigan balamizda mushu kinoning tekstini majbur ashunga yozg'izdik. Urib tillab yurib yozolmasa xato bo'lib qolganini jiddiy tutib bu mush bir yil jarayonida mushu she'riyatga tava xeli jiq narsalarni o'rgandim. Demek ki ben ma ikki naqshning tekstini ashbu İlhamcan yozgan. Ana. Ko'rdingizmi? İlhamcan degan inimiz shu. Bu muamdan. Ablat Oblikim ohangini ishlagan, bu kinoning asosiy muzikasini Ablat inim ishlagan. Men shu naqshni aytay. Minnettar bol körgen her bir günündün, rencişler dilindin, tapalmasın cay. Çilger gülnüm tikini bürgen, güzel bu yüzüde dal bulsun o ay. Çilger gülnüm tikini bürgen, güzel bu yüzüde dal bulsun o ay. O'xshashlar qiyin, hech kimga e'tibor qilmagan hayot. Qanoat baxtdir, baxt qanoat. Esindan ketmasin shu oddiy savol. Qizmatlar hammaga o'xshashlar qiyin,
Esimden ketmesin şu oddiy sabah. Esimden ketmesin şu oddiy sabah. İnkas rayonunda tekşetçik. Güzel. İnkaslab. Hemimiz hayacanlanıp kaldık. Nakşini aytgıcha şu bizning birga kino ishlayotgan vaqtlarimizga japa mushaqqatlarimizni ismiga kelib ketdi qarang. Men bu kinoda mushu Islomjonning eng men amroq ko'rinishlarini deb beraymi? Sen bilamsan? Sen deb beraman. Men eng amroq yaxshi ko'rgan ko'rinishlar qaysi? Sening og'zingdan anglaydi bir. Uxlaydigan ko'rinishga bak amroq. Men hozir yig'laydigan tayyorlik qilib turayotgandim. Bu dada bo'lgandan keyin buning salomatligi yaxshi emas bo'lib ketadi-ku keyin. Bak, nayt bu oilada bir echinishli hikoyalar yuz berib ketadi. Dada o'zining farzandlarini o'zining ig'ir og'rib qolganligini yushirdi. Farzandlar buni uqib qoladi. Uqib kelib dadasidan o'zining uqib qolganligini yushirdi. Manda bir xil bu munosabat balkim ba'zi oilalarda yo'q deyil olmaydi. Shunday ishli bo'lgan oilalarmi bor. Turmushdan kelgan narsa ajoyib bir xil hissiyotlarda bu. U oyoqqa qarab yig'ilgan, bu oyoqqa qarab yig'ilgan. Shundaqki, ma odamning salomatligi yaxshi bo'lmagandan keyin o'zining salomatligini yushirib singlisidan, oiladagilardan nihoyat zabardast yurdi bu odam uyda. Pong gap qilib, lekin og'riq. Bu odam og'riq bo'lgandan keyin odam ko'maganda to'la uxlab oladigan ishi bor. Shu uxlaydigan ko'rinishga men bak amroqdim. Chunki rost haritdiq biz u chaqda-chu. Keç gündüz ishlaydik. İdora verib xizmatlarimizni tugatib kelib, kechilik ko'rinishni ishlab etmasak, kechida bo'ldigan ishni kechidamiz bak yaxshi bo'lmaydi ekan. Shundoq. Anikan yana boshqa xuddi sizlarga o'xshash har xil munosabatlarimiz bor, do'stlarimiz bor bizning xizmatdan boshqa. Oilamiz bor, ota-onamiz bor, yoki urug' tuqqan. Mushunda bo'lgandan keyin mushu erib, charchab, aran qolgandimi, lekin xizmatning o'yisidan chiqmasak bo'lmaydi. Men bağımsam, mesela şu bir munçu qarindoshlarımızdan iş to'xtaydi. Xayrgul kelmasa, yana muşlunun iş to'xtaydi. Rejissor o'tag'an ekran qarab, soatiga qarab. Ma kinoni ishligüchi degan nim degan gapga deb qolmanglar. Pul xajlaydigan odam. Uning minut sekundda shar ketayotgan. Hamma artistlar kelib saqlab turgan, bir men yo'q. Ben bo'lmasam shu pulning hammasi bakaga ketgan gap. Manda mas'uliyat bo'lg'achqa artistlar hammamiz kech-kechlab bordik. Shunda ayirib qolgan kunlarda Islomjon nima ko'rinish desam, og'rib qolgan ko'rinish vardi yoki uxlaydigan ko'rinish vardi desa, shunda xo'sh bo'lib ketdim men. Men bir 5 minut olgan ko'rinishning ichida yotqonga kirib yetib, yarim minutda balkim uxlay olaydim rasmiy. Eng oxirida o'zi o'g'itdi bular. 4,5 minutda uxlay olaydim qarang. 4 saat uxlagandek bir hadug'imiz chiqib qoladi-da, hozir inkaslardan mana ta'sirlanib ko'zlarimiz namdaldi bayam qinaqshidan. Teningiz salomat, turmushingiz xotirjam, ishlaringiz o'ngishliq, utuqliq bo'lsin ustoz. Bugun sizni Alkuyning bevos tarqitishda ko'rib bek xushal bo'ldim. Bundan keyingi mana mushundaq bevos tarqitishlarda davomli ko'rib tursak, Abdulla aka haqiqatan ko'p qirliq san'atkorda naqshini o'qishda oldiga o'tadigan odam yo'q. Aktyorlikda muvoyiga yetgan, itot deganimi vahshiy o'ynab qo'ydi deydi. Bekchiq inkaslar bor ekan, talab fikrlar bor ekan. Yana bir inkas shu Abdulla akamning o'g'lining naqsini anglasak debdi. O'shundami? Boyaqi mukofotga erishganlarni bir e'lon qo'ytaymi undan keyin? Inimiz, "Oy, chiqib bo'ldingmi yasakniga?" O'sha. Mana. Yaxshimsizlar ustozlar, ko'pchilik yaxshimsizlar. Men Mustafa Abdulladan sizlarga o'tliq salom. Bugun rahmat. Bugun shu Dilkan şirketinin tacidarlıkıdaki Ata Arzusi degan
tor teatrısının koyuluş murasımıga katlaşalığımdan bek hoşal oldum. Şuna yeni bir rahmet. Sana rahmet, rahmet. Onda neymiş kılsa? Şu kelgen ki nakşi etmişsem bulmaz. Tordaşlarımı bek talep kıptı, nakşi etpesin de Mustafa. Aşağıdırak durup eysan toğruğudaki işkil tarafta karyalıqdaksa. Sen şohrak nakşamdı usulga düşsenler. Ha, usul çağırdılar ama bu. Kimni deyse mesela? Ya bir de ihtiyarın var. Emse huzurunlarga elenma degan nakşamni keldim. Ma'qul. Yarni karşı kalemma Küllümni parkıvam Şu bir vafa senemma Yarni karşı kalemma Küllümni parkıvam Şu bir vafa senemma Aşık karal peyveste Sen igizde ben beste Aşık karal peyveste Sen igizde ben beste Gözlerim yollarında Kollarımda gül deste Gözlerim yollarımda Yey kollarımda gül deste Elem elem o Yarni karşı kalem o Küllümni parkıvam Şu bir vafa senem o Elem elem o Yarni karşı kalem o Küllümni parkıvam Şu bir vafa senem o Gözü karan közü Menzi ana orta nesi O ileri servizi bağmen Onun divanesi Ok cananın küydürme Yar otunda öldürme Ok cananın küydürme Yar otunda öldürme Elem 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 o Yarnin karşı kalem o Küllümni parkıvam Şu bir vafa senem o Elem 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 o Yarni karşı kalem o Küllümni parkıvam Şu bir vafa senem o Karşını kara deydu Bana hem bana deydu Karşını kara deydu Bana hem bana deydu Şirinlene sözünden akan Ayrılsın ey vayda dey Elem 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 o Yarni karşı kalem o Küllümni parkıvam Şu bir vafa senem o Elem 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 o Yarni karşı kalem o Küllümni parkıvam Şu bir vafa senem o Ok cananın küydürme Yar otunda öldürme Ok cananın küydürme Yar otunda öldürme Elem 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 o Yarni karşı kalem o Küllümni parkıvam Şu bir vafa senem o Elem 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 o Yarni karşı kalem o Küllümni parkıvam Şu bir vafa senem o Rahmet. Mustafa, Wow. rahmet.
Rahmet sana. Yakın görüp senleden doğru düşünüşünü ümit kılman. Xapa bolğansan? Xapa bolmaysan qoy. Sen bir sen David'den da sen de sen de. Qara kilib qo'ydi. Uzun bo'lganda chiroyli naqshlar usul o'yinimi qildik. Sen taleylikkensen buna. En dağınlık usulcu nakşı etip aldın değil mi? Mustafa? Emse. Emse. Qaytayım. Kepturası emse ya. Tordaşlarının şu Mustafa'nın dadısı bo'lgan yürek sözünü naq maydonda o'ttirib qo'ysa anlığımız bor debdi. Mustafa inim. Yürek sözüm bekçik dadam deydi. Hombo lazım deydi. Endi dadam şu başta men mu kichigimde unda naqshi etish degan ishlarga toza qiziqmaydim da. Ne dadam keyin u nimishga desam maktabdan boshlang'ich vaqtlarimda maktabdan chiqsaq qiliqi bekchiq bola bo'lib ketdi. Dadam topolmaydim. Shundan ay bu bunda san'atkor bo'lsa kunda shu ekan bu. Alqirashlaydik ya deb shu babam boyna naqsh cho'mayman deb jursam ondan keyin işte to'liqsizga chiqqandan keyin bir o't tushibla shu naqshi kirib ketdim. Ondan bu naqshi etishga bir qiziqishibla shu bek qiziqib. Ondan dadam bek jiq yetakildi ham naqshlarni etkizib shu ondan yechin vaqtlarida shu kasallan uyda so'nib qolib shu chaqdami bir dadam bir naqshini etdi uyda. Bu naqshning ismi yo'qmidi? Shu naqshini endi men anglab o'tirib bek qiziqib qoldim-da. Bu naqsh bek chiroyli naqsh. Ondan keyin shu otamlar hammasi batib shu tumshuqda so'nib qoldik-da biz u yerda. Shuning bilan atamning qishig'i chiqib, "Atam, shu naqshini men etsam bo'ldi" dedim. "Beramu, bermasmi menga" desam, "Tamam, balam men hal qilay" deb bilan. "Etis bu naqsh bilan qo'lam tushdi." Bundan qo'shilib, ügünüp oxiri taqatdim. Taqat bekchiq. Qarshilishlar bo'ldi, naqshni bek yaxshi ko'rib oldi ham yerlarda. Shu dadam hem ağinimdek, hem malımımdek, hem atam. Diyem peyzi. Oo. Rahmet Mustafa. Ağin pöyüm. Ağin pöyüm. Rahmet Mustafa. Nurgulluğun atanlar, perzentler bilen bana muşundaq bir münasebetini oruntamay avara. Menimce atanlar bana muşundaq yürek sözünü anlasa bütün adığı çıkıdı. Onunkin en hoşallık minutları buluş mümkün. Biz hemimiz Abdullah akamның perzenti buluşunu xalayımız. Rast ha. Bu talay Mustafa bilen Şahnazdan boptu. Talinglarga ko'z tegmisin. Rahmet sizlarga. Rahmet Mustafa. Bundan keyin ko'plab naqshlarni anglashga taqazamiz, intizorimiz ha. Naqsh kechiligini ko'rishaymiz. Rahmet ukam. Rahmet. Unda bo'lsa endi bizning baya mukofotga erishgan do'stlarimizni e'lon qilib Abettin, mabettin, abet geçip ben. Yani birinci türkümde, birinci kıtımda şu mukafata erişken dostlarımız bolsa Shouji Yonghu gene. Mao Shouji Yonghu dediğimiz kayındaki tötxanısı mı ya ki şu tötxanısı şunda ismi. Yani birinci dostumuz bolsa Sen Sar. Muş dostumuz mukafata erişipti. Yani bir dostumuz olsa Shouji Yonghu 8710. Yani bir dostumuz Shuangxin Qi Dianqi. Tordaki ismi ya. Yani bir dostumuz bolsa Meşelken, yani bir dostumuz bolsa Nanal 92-359. Mübarek bolsun. Bayaqi tertipler boyunca mukofotlaringlarni biz yetkizib beramiz. Rahmat sizlarga, qimmatlik bayliqinglarni, ya'ni vaqtinglarni ajratib, faoliyatimizni ko'rgach mana shunday katta mukofotlarga erishganliginglarni qizg'in qarshi olamiz. Tabriklaymiz, muboraklaymiz. Undan boshqa davomli ko'ringlar. Do'stlar chambrikiga ham bahirlab turinglar, to'plarga yo'llab turinglar. Yana bir o'yinimiz bor. Endi bu o'yinimiz bo'lsa naqshlar chiqdi. Shu naqshlar chiqqandan keyin qaysi filmning asosli naqshi ekanligini deb berish, qatnashadigan odam soni bo'lsa, ya'ni jo'zning ostida qog'oz bor shundaqmi? Qaysiningda mushuni
İkili tarafta bak. Mukerrem. Aşağını açsak ha. Üsteldə. Ha. Ha, mavi biz tapqanlarımız kolumuzu götürdük. Ha, bulduğunda bu her bir eylenge birden yetemdi. Ha. Mayra bak. Ha. Yet. Mana bak mana. Mana misal deyli. Ha. Gel peki. Uda sen meylan katnaşsak bulduk kende. O bir o nim degen gap. Mana. Yani isimci isim. İsim, doğru isimni bana yollap bersizler şunda koy. Bilimiz mi ya? Buldu. Anlasakla bildikemiz hemse. Koyulsun. Nakşa koyulsun. Talışıp durup cevap versenler buldu ha. Hazırlam anlap bilgen bolsanlar. Nakşıdan ismini Murad'ın mikrofon. Bu bolsa Koreyanın köp kısımda illüziya teatri Kül Kızның asaslı nakşısı. Bunun ilmir teklip özsem alaylı yerine bunun uyguç nuskusun var bu nakşıdan Abdet Abdikim ustazımız okugan Arzugül Xandan ediniz bilen. Haydi yaxşı. Ne temlik ya? Doğru mu? Doğru buldu. Oy bana başlanmazdı la. Hemen aç tapıda qarab turlar. Koyulsun. Bu şu. Aylansın toqtusun deyen bek amraqtın. Aylansın toqtusun. Koyulsun. Şaşkabilemiş şu, mağalar şu. Tape. Mukerrem. Vay, müşk bilen çaşqanninki. To'g'ri. Müşk bilen chashqan ha. Bugün. Qo'yilsin. Merdan. Merdan. Kanşı xandalığının ki nakşığa Qo'yilsin. Aytdim şu. Bollywood mesleğinde tanışıp olan bir film. Yani aş tarafdaki dağınık çolpalar olan Şahrukh Khan, Hrithik Roshan, Amitabh Bachchan degan. Şatlık yoşurulgan kaygı degan filmdeki Şaba degan nakşı. Mabalni Cevabın da ben alım. Ya şu Muradılni ko'zdagini obraz vakili qo'ysanlar bo'ldi ekan jumush qilib bütün filmlarning ismini shunda yaxshi bildik ya. Vaqtida qilganlar atogin buni bahs o'rlab ketdi. Hozir to'xtam imzolash palit qo'ytamdi ko'znak tak deganlarga. Bo'ldi keyingi naqsha ha. Dilnur. Bir nusum tapaya. Şanlı kişilarninki. Ma'qul. To'g'ri. Yana davomliq. Qo'yiqu. Mukerrem. Emasmi ya men? Qo'yiqi qancha romantik tacha degan. Langma vuma. Axir bildim ben birinde. Bak mı yana? Oy bak ya. Yoxshi yorliq bizlarjimi? Ko'znakdagi bolalar. Xayrgula da. Mikrofon ne? Da Changjin de aytdik qo'y. Kimer Changjin. Kimer Changjin degan shu. Yana. Qani qo'yilsin. Ben hoşum. Muradıl. Bo'ldi to'xtinglar, Muradıl. Muradıl. Mikrofon sandal tursun bo'lmasa. Ma'lum ekan. Bu devletimizden rivayetdan çolpune Çanlı'nın Meskumsi degan filmi. Bo'ldimi? Endi obraz vakil qildigansizlar. Hozir qo'yib bo'g'ish deb bo'ldi, qarab turma. Diqqat qiling. 3 ta sanaymiz. Bular. Ya işim bo'lmaydi. To'xtatishdi bu. Ya septirama. Ya septirmaydi. Bu bo'lsa ko'p qismliq televiziya teatri Jishovlan, tadbirkor Jishovlan. Shundan PMV chusi. Ham tugidi deyman.
Yani bana to'xta. Muradil, sen mush filmlarni ma ovoz artist bo'lgandan keyin ko'rganmi yoki burundan Yo'q. kichigingdan boshlab ham yaxshi ko'ramdi? Mening kichigimdan boshlab eng jiq qilishim shu kino ko'rishdi. Ha, foydasi bor. Rol ilishqimi foydasi bor-da. Yaxshi yaraysan. Xo'p. Bu bir o'rganishda? Yana qo'ysang, yana teppalar Yana 3 baka rekord yaratib yetaylik, ha. Mikrofonni qo'yib qo'yma bo'ldi, ha, qulun tursin. He. Tartışılmış işte. Digine. Bunu çoğla diyorsun bu. Ha, cho'nglar deysin deb Ya cho'nglar. bizim digimiz yok. Boldu abi sen tut kendin diysen. Ha. Ben tapqıl tutsam, taptı da köznek de hoşumaydı ha. Sen digine? Muradil. Bu hemimiz bildiğin şu Körük namlıq film. Yugoslavya'nın. Bu da Ha, Doğru mu? yana bormi? Yana shikisi bor ekan, ha. Ben Mayra ben. taptı. Alvastı degan kino mu değil mi bu? Mana akmayı kim? Bo'ldi, bunimiz Mukarram. Mukarram qaysi film? Ha. Mukarram, ha. Yaxma Hindistonning kinosi bo'lgan shu-ku. Yo'q. Sen digine. Yakınlaştı. Ha. Qani unda bo'lsa shu bog'liqchimiz Muradil. Ajab tezlik kim anda? Sizlar Allah'ın da pavusa bir. Ha, Shiochininki. Ha, G'arib Sayat filmidagi, ha. Alvastı dedim zaten. Bir alvastı şimdi aldı akşam. Oxirgi, ha. Qo'yilsin. Bak. Gwenjonlar deb baksana birine. Ha shundaymi, ha? He. Mikrofon. Ha, mening 16% topdi. Mening 16% topdi hali yetadi. Va Jurun Farolaga Ha, yani- Kumashayi Dushan. Ha, Dushan. Qo'y, mana. Köznek kilem ananga bir tal. Ha. Jim o'tirdik ular. Bu bosqichda ishpadisi eng yaxshi bo'lgan Muradil bir javob beretaylik. Muradil ras. Qaltisimi? Baka jümep səcmə bala nə? Sen asasan alim bupsa hazır. To'g'ri. Kino ko'rishda yaxshi. Xo'p. Unda bo'lsa, endi bu bosqichda asqaldi aka. Endi mushu mening sol tarafimdagi mehmonlar bu bosqichda yangdinglar muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Endi yana bir sanduq. Yana bir sanduq mı? Sanduq tuyapti emasmi? U şunun sanduqning ichida qanchasi bor, Mardan? 3 talma, 3 tal, 3 talni beramdiq yoki mushlarning hammini salamdiq. Ha, 2 tal borki, aning hammini salsak, salaylik, ha. Qog'ozlarni savitaylik, ha. Mukofotlarning hammasini savitaylik, ha. Unda bo'lsa, mush sol tarafdagi xayrgullarda sizlar boshlab bersanglar, har biringlar birdan ilib, birdan undan keyin sal turib biz mukofotga erishgan do'stlarimizni e'lon qilamiz. Ya'ni hozir bizning bevosita tarqitishimiz, alkuy bevosita tarqitish supslar ilib berilyotdi. Onun boshqa ko'znak, tak qatorliq bevosita tarqitish suplarimi bizning faoliyatimizni ko'rayotgan do'stlarimizningki ko'rmanlarimizning soni intayin ko'p. Minglarga rahmat. Tak-takmi yangidan chiqqan bir bevosita tarqitish sups ekan-da. Ko'znakning, bilib oldik mush fursatda. Unda biz xayrgulardan boshlandik. Mikrofonni beramdik. Mikrofon qani bolalar. Ko'znak bir yillik a'zo. Oy. Bir yillik a'zosi. 12 oy ko'ralaydi degan gapda. Bu 50-60 koyunun gibi de bu. Yo'q ay. Oy yo'q. Ko'znach ko'yka. Ko'znach koyka. To'yuznach koy. Aslında dimsam deppenme silçi aşırı.
bir iş güç demem de. Ha, bir iş güç deyimiz Quras. Men qaytay. Ha, qaytay. Qaytadan bir iş güç deyip etkemiz xayrgulada. Kimga berdiğini demliq da hazır. Ha. Əmsə. Bir. 1, 2, 3. Oldu mu? Ha. Köznek bir yıllık əzadın birisi. Mübarek Gülcemal. olsun Gülcemal'da. Başlandı. 1, 2, 3. Gırbesek. Nazife aşkanı yürüyüşleri bir yürüyüş değil. Bir, iki, üç. Köznek kutusudan birisi. Bir, iki, üç. Mahmud kahvesinden 5 kutu. Mübarek olsun. 1, 2, 3. Açıl çaş sopunu. Qanchga son yo'q mu? Açıl çaş 100 yo'qki 10 quta. Yaxshi. Bir, iki, üç. Köznek aylık əza bir ne deydi? Mübarek bo'lsin, tabriklaymiz. Sal turib mukofotga erishgan barcha do'stlarimizning ismini, ya'ni to'rdagi ismini e'lon qilamiz. Mayli ko'znakda, shundaqla tak-takda yoki alkuy bevos tarqitish supimizda shu kirgan bevos tarqitishimizni ko'rayotgan do'stlarimizning to'rdagi ismini e'lon qilamiz. Undan keyin mukofotinglarni yetkazib beramiz. Xo'sh, Po'lat Tursun. Qanday yaxshimisiz? Yaxshi turatamsiz? Po'lat Tursunning bu naqshlarini kichiklar shunchalik yoqtirib anglaydi. Albatta, cho'nglog'imi bak yoqidi. Da bo'lsa bugungi mush qimmatli furstimizda men bak yoqtirib anglaydigan shundaqla yaxshi aytadigan naqshlardan ham Po'latmi voyiga yetkazib o'rindaydigan naqshdan oydin kashlarda. Bu naqshimiz filmda mı battı? Şunlar, o bizning Yasincan bilan kilişim tüzüp naqshini o'rindaydiganini deyish. Degwar. Dogovor tuzib. İşte oturup yesem qanday bular. Niye tursam sizlar keyin bo'lib qoldik ya. Buldu. Qattiq o'tirg'i chiqma. Qanday shunda hozir. Rahmat. Ma naqshiga birini ichmasak bo'lmaydi. Aydın keşlere baktım yolunga, sana bağlardı Renat aldıydı. Aydın keşlere baktım yolunga, sana bağladı Renat aldıydı. Koyaş tepti
geçlerden baktım yolumda sana bağlardım Renat olaydım aydı geçlerden baktım yolumda sana bağlardım Renat olaydım Kuyaş teptini eğilip kolumda etkan akşamını seher anlaydım Kuyaş teptini eğilip kolumda etkan akşamını seher anlaydım etkan akşamını seher anlaydım seher Rahmat. İnanılmış birden-bir eliqi to'liq aytalaydigan akşam shu keyingi qitimliq faoliyatda. Men akkordga mas'ul bo'lsam, rahmat Po'lat. Texmo ko'klang, texmo aziz bo'ling. Har qadimingiz har sahnaga yarashqusi. Unda bo'lsa yana bir qitimliq bizning shu mukofotga erishgan do'stlarimizning ismini davtaylik. Ya'ni ko'znakdiki bizning abonentlarimiz, hozir bizning faoliyatimizni ko'rayotgan do'stlarimiz Alkuy orqali, shundaqla ko'znak orqali, tak orqali, undan boshqa yana boshqa bevosita tarqitish usullarini ko'ryotdi. Adiljon, Ikram, onun başka Shouji Yonghu, Ar-Yao, yani bir dostumuzun ismi Coşkun, yani bir Shouji Yonghu, Yao, Shouji Yonghu, Sen Liu Ling, hemen tebriklerimiz şundakla bayıqıymış şu red tertibi boyunca mukafotlarimizga erişalaysizlar, mübarek bo'lsin, şundakla her bir gün ola talay ve omadni ishida tushuni için yuragimizda umid qilamiz. Abdulla aka, endi meni ko'ryapsiz ha? Yaqin ko'ryapman. Bunda qarasam men turma. Ko'ryapman, men sizlar ko'ryapganimni bunda qarab. Abdulla akamdi at arzusi tor teatri at qo'yildi degan-ku. Hozir tordoshlarimiz mushu taqazo bo'p oldirab aranli qavatdi. Texmi tez ko'raylik deb. Bunda bir iltimosni qilmoqchiman. Vallahi. Mushu kino qatnashgan butun saboqdoshlar bor kelmishadi. Shunga biz asli bu kinoni necha vaqtdan tashviqda 15-yilda qo'yamiz deb kelayotgan. Şu bugün muşu qizg'inlikda, muşu bizga kelayotgan xatlarning mu inkaslarning qizg'inligi, ularning talabi, andim biz ayt qo'ysaqmi bu kinoni qo'yamiz. Başdan boshlab. Şuna muşu cüzudlik balla asaslik balla onun ustiga Yasinjanmi bor kelmishadi. Nishon Yasinjan. Nishon degan Yasinjan şu. Yasinjan şu nishon. Nishon. Şuna şu balla hammamiz mushuni muzokara qilib to'yg'ili qo'ymagandan keyin bugunni boshlab etmaymiz. Ko'znakliklar deb baqamdiq aka. Ko'znakliklar bir maslahat baqsaq qanday? Ko'znak, tak ko'znak. Ko'pchilik nimdaylikka ayt ko'ngil bo'lsa u chiqib qo'yaveringlar. To'g'ri. Agar hozir mushtobning o'zida biz faoliyat oyoqlashdik, xayr xo'sh degan vaqtda ko'znakka chiqib ko'ralaymiz, ko'rsak bo'ladi desanglar. Vaqti bo'lsa. Vaqtlar bo'lsa biz mushu arzuyinglarni amalga oshiramiz. Otimizning arzuyini amalga oshiramiz. Unda bo'lsa ko'znak tiki bizning xodimlar. Nima qilib? Qanday? Okeymi? Hammalar tan okey deytinglar, ekranimizga do'stlarimiz ko'rsin. Hop. Unda olsa biz ko'raylik bizmi? Bizim resmi buldu. Sevinib ketdik. Unda men ko'rib baxmidinglarda da. Qarab hayajonlandim. Mikrofon. Tez qol mikrofon beringlar tez. Şahsen ben görüş şunçilik intizar. Bay Abdullah aytgan naqshini anglab şunçilik hayajonlandim. Şundaq yaxshi ko'rinishlarni kirishtirib ekan. Texmi bir o'zimning tomoshabinlarga qaraganda o'zim o'ynagan bir narsalarni ko'rishga o'zim oldirayman. Chunki jafo bizdan, ajr bizdan.
Onun neticesinden huzurlanamdık, ökünemdik. Şunu görüş adamın en ahırkı nişanı Evet, bikin şu- deymen. şu- Şununla men hem adamdan bek intizarmen onu görüşke. Şu bir minut burun bolsumu hazır koysak bek yaxşı bulatdı. Ha, hazırlık edin olanda. Hazır çıktı oldu ben torga. Oy, Yani gözden kırp. Ona olsa ben mu bekçik sözlemey şundaqmı? Bizden bugünkü faaliyetimiz katnaşkan ustazlar, çolpanlar, kesipdoşlar, şundaqla ekran aldırki barç görmenler, bizden köznekdiki, taktakdiki, elgü bivaz tarqıtı supumuzki barça görmenler, qeyrindaşlar, dostlar, hamılarının qimmatli vaqtlarini chiqirib bugünkü bivaz tarqıtış faaliyetimizin köygünonlarga yana bir qitim minnatdarlığımı bildirmen. Şundaqla ekran altındaki barç görmenlerimizden barlıq atalarının, barlıq analarının, barlıq perzentlerinin arzu armanlarının amalga oshishini chin yuragimdan umid qilaman. Undaq bo'lsa, hammamiz birlikda Köznek'te ata arzusi tor teatrini ko'rishni boshlaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Biz mi berip köreyli bunu? Gözüm tolgan bilen yaşka, gözüm tolgan bilen yaşka. Yenip kelgeymi ketkenler, beşim urgan bilen taşka, beşim urgan bilen taşka. Yenip kelgeymi ketkenler, beşim urgan bilen taşka, beşim urgan bilen taşka. Gönül külmey, hayat başka, yaşaş başka. Nime demeydi her kimle, elem kelmigice başka. Hayatta her nefes nimet, umtetülür hikmet. Ömür şirin öter daim, kanaat olsa sana hemrah. Süyüpsünlerni yaşaşka, inatlık gevhri kaldı. Yigit kız bağımı asraşka, inatlık gevhri kaldı. Yigit kız bağımı asraşka. Hayat kütken bergeyimi,
Gözüm tolgan bilen yaşka Yenip kelgeymi ketkenler İşin urgan bilen taşka İnatlık gevhri kaldı Yigit kız var mı asra aşka Kerindaş var mı asra